Elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan muhacir, misafir, bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz ikramimizga hoş geldinglar. Bugün necha vaqtdan beri intizor bo'layotgan bizning olimlarimizdan biri, doktorlarimizdan biri vatan millat davası uchun bu ilimni yeyish uchun, tarixni xalqqa o'rgatish uchun, tilimizning qanday qo'llanilishini, qaysi shaklda bundan keyingi Xitoyninki bizning tilimizga ilib berayotgan hujumga qarshi mudohala qilish, unga qarshi tadbir qo'llanish harakatlarini bizga mayli strategiya jihatdan bo'lsin, mayli har turli tarixiy tajribalarni savoqlagan shaklda bizga so'zlab berayotgan doktorimiz Doktor Qahar Barat efendim bilen bugün bu programmada sizlerge hazır bulduk. Bugünkü programmamızın asaslık maksidi bizdenki bugün Xitay aldıda en köp xavfi bulunavatkan, biz düş kilovatkan çoğun xatarlarının birisi bolgan Uyghur tilininki yok kılınıp ketiş xavfi barmı? Uyghur tilimiz qanday qilgan vaqtida mayli chet elda bo'lsin, mayli vatan ichida bo'lsin saqlab qala olamiz. Yani bir milletning mavjudiyatiningki asosliq şartlardan biri bo'lgan bu til masalasi ustida qarindoshlarga doktor Qahar Barat efendim bizga o'zining ilmi orqali tushuncha berdi, bizga ilm o'rgatdi. Biz bugun doktor Qahar Barat akamiz bilan birlikda bu yerda naq maydonda qarindoshlarimiz bilan ham suhbat bo'lamiz. Men bir tarafdan Qahar Barat efendim bilan paranglashib, bir tarafdan bu texnikalik masalalarni bir taraf qilaman. Shuning uchun avval men bu texnikalik masalalarni qarg'achorlikda doktor Qahar Barat efendimga so'zni beraman. Assalomu alaykum Qahar Barat aka, ikramimizga hoş geldiniz. Salom. Allah razı olsun. Necha vaqtdan beri biz izchil turda bu programmani qilishni maslahatlashyapmiz, ammo vaqt bugunga to'g'ri kelibdi. Inshaalloh bugun mush fursatdan foydalanib qarindoshlarimizga eng muhim masalalardan biri bo'lgan Uyg'ur tilining tarixiy jarayoni va buguni va buningdan keyin Xitoy tajovuzchilarininki Uyg'ur tiliga ilib borayotgan hujumlarni qanday to'sash masalasida sizdan men davomli savol so'rayman. Oldi bilan yana bu temaga kirishdan burun sizningki bir tarixlarni o'tganki o'zlari ilib berayotgan, ya'ni bu Qutlug' To'g'liq Abdurazzoq akamiz bilan ilib berayotgan suhbatlarda sizning tarixlarini anglayapmiz, ammo yanılam sizlardek kişilerini biz takım çunqur tonub çıkışımız, bilip çıkışımız, bu ilim sahasida tonulgan şahıslarımızın halkımız qanchalik çunqur bilse şunchalik yaxshi bo'ladi. Şunçasını yakından yana bir tanışıp çıkışını maksat kılıma. Özlerini bir kısaca tanıştırıp ötken bolsa, onundan keyin biz temaga kirib ketsek deymi. Merhamet. Oldu. Selamun aleyküm. Hürmetli ekran aldaki qarindoshlar ve bu qarindoshlik studiyasini riyosatchilik qilayotgan bizning Husn Tajalli efendimga çok rahmet. Ben endi o'zimni tanishtirib o'tsam, men ismim Qahar Barat. Burun tariximni deb kelsam, biraz ehemmiyetli yeri 86 yılı Merkez Milletler Enstitüsü'de Gümüşhane'ninki Aşkan Türkologiya sınıfında okuyan 18 okuvacının birisi 76 yıllar. 80 yılı bunu kütleyenin keyin Absalam Abbasov'ninki orlaştırışından Ürümçi'ye kelip Divan Lügat Türk'ni tercüme kılış grupsıga katnaştım. Bu Şinjan Fanlar Akademiyası Til Institutu quraydı. Bir kelgandan keyin tunji qatimda anglagan va ismini bilgan Uyg'urlarning eng munavvar olimlari İbrahim Muti, Abdurin O'tkir, Haji Nuraji, Haji Yaqub, Nursulton Osman, Ahmet Ziyoyi, Absalam Abbas, Amina G'affar qatorliq mutaxassis ve olimlar bilan birga bir yil bir ishxonada o'tirib Divan Lügat Türk'ninki Uyg'urcha tarjimasini ishladik.
Benim bu şu bir yılım gerçi benim uzun yıllarım içindeki kısalı bir yıl bolsun benim bevosita Uyghur halkının en navbat olimlari bilan birlikte oturup ashlardan o'rganish, shular bilan tajriba almashtirish, shularning tajribalarini bilish bir yaxshi fursatga ega bo'lgan bir vaqtim keldi. Hozir olimlarimizning hammasi vafot etib ketdi. Shunga bularni cho'nqur eslayman va o'zimningki shularning bergan nurg'un ta'limotlari, ilhomlarini unutmayman. Bu bir yıl jarayonida biz kasbiy jihatdan bu Divan Lug'at Türk'ning tarjimasini ishlaganimiz bilan yana ishxonada bu olimlar asli o'z vaqtidagi shu bir yildan garchi nashriyoti gruppasiningki a'zolari ekan 40 yilda qurilgan. Ammo ular olg'i gruppasini qurgani bilan hech qachon mundaq bir yil to'liq birga bir yerda o'tirib boqmay ekan. Mushu ishlarning bir yerga yig'ilgan, birdan-bir yig'ilgan bir vaqti bo'ldi. Men kelgandan keyin ularning hammasini bir-birlab tarimdan kelgan ekan. Undan keyin Şinjan Daşyo Tarix Fakültesida ders verdim. Türkçe okudum. Türkçe maqolalarni e'lon qildim, tarjima qilib. Va undan keyin Germancha o'qidim, Maria Gabayniki nimasi bilan, yardım bilan. 1986-yili Harvard Üniversitesiga shu yana turkologiya, O'rta Osiyo va Uyg'ur tadqiqot kasbiga doktorlikqa kelib, shu yerda o'qib, 93-yili doktorlikni oldim. 95-yili Hawaiida doktor ashti deymiz, bir yilni qildik. Undan keyin Harvardda bir 2-3 yil dars o'tdim. Yale Üniversitesida dars o'tdim va undan keyin Tayvandagi bo'lgan universitetda dars o'tdim. Shunday qilib men Şinjan bizning vatanimizda, Xitoyda, Tayvanda, Amerikada degandek har qaysi o'xshamagan madaniyat va davlatlarda shunday dars o'tdi. Shu bilan birga ishlarning nurg'un madaniyatlarini, bilimlarini o'rgandim. Bu meniki qisqa tarjimam. Hozir endi men pensiyaga chiqdim. Shu o'tirib xotirjam o'tirib o'zimniki shu 40 yildan buyon Uyg'ur tadqiqoti to'plagan materiallarimni bir yerga yig'ib, asta yozishga boshlayotiman. Xudo inshaalloh yaxshi salomatlik va umr bersa, jiqaroq asarlarni chiqarishga, jiqaroq to'p qo'shishga Uyg'urlarga shuni umid qilaman. Allah razı olsun. Sizlar shu Qutadg'u belik tarjima asarini tarjim qilgan zamonda shu Urumchida tarjim qilindimi yoki qaysi shahar tarjim qilindimi? Yo'q. Divan Lug'at Türk'ni biz birga tarjim qildik. Qutadg'u belikni tarjim qilib bo'lgandan keyin Qutadg'u belik tarjimasi kelgan chaqda bizning guruh ikkiga bo'linib ketdi. Qutadg'u belikni Abdurim O'tkir bilan Ahmad Ziyoyila akitib ular ayrim tarjim qildi. Shunga men o guruhda yo'q. Yani Divan Lug'at Türk'ni shu vatanning o'zida tarjim qilindi shu vaqtda. Urumchida tarjim qilindi. Divan Lug'at Türk'ninki bu nurg'un tillarda tarjimlari bor. Bularning ichida Uyg'ur tili tarjimasiningki o'ziga o'z oldiga loyiq muhim bir taraflari bor. Chunki boshqa tillarda va boshqa davlatlarda qilgan tarjima o'chmagan narsalar bizda o'chib qoldi. Masalan, eng qisqasi shu Mahmud Qashqariyninki eng oxiri Opalga yenib kelib, Ashada ders o'tib, mo'llamlik qilib, Ashada bu Mashhad o'lganligini biz uqdik va hatto bu Hazrati Damollonning qabrisining nerligini uqdik. Bu Hazrati Damollonning qabrisining bir tazkirasi bo'lgan ekan. Bu tazkirasini izlab keyin nimaga izlab topolmadik. Hozirgi ahvoldan qaraganda bu tazkira shu nimada shu Xitoy hukumatida shu qo'lyozmalarni to'plashda shulardan birga to'plab aketgan. Shundan buyon endi hozir uning izlari yo'q. Yana shu tazkirninki Xitoyning qo'lida bo'lish ehtimoli bor demoqchisizlar. Xitoyning qo'lida yani. Shu yerdan ketgan asli u mazarning tazkirasi bo'lgan, mazarning shayxlarining deb berishicha, ular bir tazkirasi bo'lgan. Keyin bu tazkirasini shu qo'lyozmalarni yig'ishda shular aketgan. Hozir shu ko'dirib o'tmagan bo'lsa, shu Xitoy hukumatiniki bir shu arxivlarda bor. Allah razı olsun.
Aslında bununla biraz team içinde kirey dep oylagandım ama şu yakından beri mesela Kur'an-ı Kerim'nin tercümesi ikinci qitim tercüme kılındı. Bizim hem de vatanda biraz edebiyat okuduk. Bu tercüme jarayonida da meyli yakında merhum bizdeki ustazlarımızdan Muhammed Salih Qaracım vafot olup ketdi. Kur'an-ı Kerim'ni şu kişi tercüme kılgan aynı zamanda. Ben bir şeyde bir qo'shimcha bir savol so'rasam, ya'ni shu tarjima xizmati qilish jarayonida bir Xitoyning besimi bo'ldimi? Bu bir qo'shimcha savol. Yani şu biz divan lug'atining tarjimasini ishlayotganda Mehmet Salih akamiz u diniy institut dedi. O'z oldiga shu divan lug'at turi nima Qur'onning tarjimasini ishlayotgan vaqti. Bir necha qatim birga ko'rishdik. Bu adam kitap materyallarını bir yerden ekeltirgen, götürüp ekilip, çıkılıp bir akademiyadaki görüşüp yürüyen adamlar, lakin o adam başının ahırı şu başka kurup, işte Kur'an'ın tercümesini yaxşı işleş için başına var, kırıp etken. Demek şu yıllarda nayet yaxşı işlerden bir kancısı, Divan Lug'at Türk'ün tercümesi kolu elinde, Kutat Kublik'in tercümesi kolu elinde ve Kur'an'ın tercümesi kolu elinde. Bu akademiyat kılınan bir kancı yaxşı işlerden birisi. Yani şu vaqtda bir Xitoydan besim bo'lamdi, bo'lmamdi. Yani yuqoridan mesela mandaq tercüme qilsizlar, ma so'zlarni ishlatsizlar, ma so'zlarni ishlatmaysizlar deb bu şekilde bo'lamdi. Ya Muhammed Salih tamamen divan Kur'an'ı tercüme kılganda Xitoyning bu İslam dini kitaplarga şart qo'yish siyosati tushmagan. U chaqlarda biraz siyaset keng echitilgan, o şunun pullarni ajratgan Cezmenki Muhammed Salih tamamen Kur'an'ın tercümesini hiç kandak çeklimi bulmagan ahval aslında özününki doğru bilgen şu tercümesi bu içe şu erkin ve doğru öz aldığa tercüme çıkan bir. Sizlerinki gruplarga bir undaq bir nim oldu mu? Yani Xitoydan besim oldu mu? Yo'q, o çağda bizning grupaga Xitoydan besim bo'lmadi. Bu da şu bizga birinchi shaharlik deganda bir uy verdi. Şu yerga yig'ilamiz, şu yerda ishlaymiz. Ondan keyin pul ajratdi. O chaqlarda bu divan lug'at turishni undaq tercüme qilsa degan gap yo'q. Şu qisqagina bir mezgil echib o'tish siyosatini bizga kelgan bir g'ilpal yo'riq vaqt ekan desak bo'ladi. Allah razı olsun. Hoş, rahmet. Yani bu aynı zamanda vatandan tatip keyin hatta bizniki köplerimiz bilimiz Harvard Üniversitesi bu dünya meşhur mekteplerinin birisi. Bu yerde qanday derslarni o'tdilar? Ders ötüştüm başka ben avval muallimlerimi tanıştırıp vereyim. Hoş. Bununki bizning fakultetning, bizning bölümning başlığı Richard Fry, bu nima İran ve Orta Asya tadqiqotida dunyodan tanilgan adam. Mening bevosita ustozim Shinasi Tekin, bu Türkiye'de ve Türkologiya sohasida tanilgan yaxshi olim. Ondan başka Owen Latimore qatorliq bu olimlar bilan görüştük ve shular bilan doim biz senaryolar bo'ldik. Ishqilib Harvardda men 15 yilda turibman, hisoblab baksam şu O'rta Osiyoga munosabatlik bizda ikki bir doklad berish seriyasi bor. O'rta Osiyoga darsdan boshqa dokladlardan 1000 necha yuzni anglatdim. Shu 15 yil jarayonida. Şu ondan keyin Harvardni bitirgandan keyin orliqda din tadqiqot instituti var. Shuni kirib u yerda ders verdim. Bu bergan darslarim birisi shu Türkiye tillarni selishtirim Türkiye tillar nimasi kelganda hamda shuni qo'shimcha bir muallim assistant deymiz. Shunday qildik. Uyg'ur tilidan dars o'tganlarga ayrim dars verdim va hatto Xitoy tilidan dars verdim. Shunday qilib Harvardda 15 yil vaqtimni o'tkazdim. Yani siz undan keyin Yale Üniversitesida lektor bo'lib, u yerda 3 yil dars verdim. Yani siz şu Xitoy tiligim pishiq yani hisobda. Xitoy tiligim pishiq, chunki O'rta Osiyo tadqiq qilish uchun haqiqatan Xitoy tilini yaxshi bilish kerak. Chunki Xitoy tilida yozilgan nimalar, manbalarni aytijik. Bunu öğrensek mecburi şu izlenişke, öğrenişke mecbur olduk. Çünkü öğrendik.
Xo'sh, undan boshqa siz Tayvanda o'qidingizmi yoki u yerdan dars berdingizmi? Tayvan Akademiyasida yarim yil tadqiqot bilan shug'ullandim. Undan keyin Tayvanning bir Fubon universitetida bir yil dars berdim. Dars berganda asosan tilshunoslik va undan keyin O'rta Osiyo buddizm tarixidan dars berdim. Bir yil. Masalan, Tayvanda mesela Örkeş Devlet deb bir shaxs bor bizning Uyg'urlarning ichidan chiqqan. Ular bilan masalan yaqindan beri bu ikkironga ikkilman deb aloqalashyaptimi? Ular bilan bir badi keldilar bo'ldimi yoki bu bir shaxsiyroq bir savol bo'lib qoldi? Yo'q, ular bilan yaxshi badi keldirimiz bor. Undan boshqa Tayvanda asli o'z vaqtida shu Jankayshi bilan birga ketgan bizningki bir qancha yaxshi Uyg'ur cho'nglarimiz, ziyolilarimiz bor ekan-da. Bu Yo'lbos Efendi bilan ko'rishamay qoldik. Lekin Abdullah Timan degan bir yaxshi ziyolilarimiz bilan ko'rishdik. Bizlar undan aloqalashishimiz, vaqtimiz yetsa bir-bilan ko'rishimiz. Bu yerda endi bir aslab qo'yaylik. Abdullah Timan Uyg'urlarning ichidan chiqqan bir yaxshi ziyoli. Bu o'zodiq she'r to'plamidan chiqqan Uyg'ur til o'rganish haqida 7 yillik darslarni chiqqan. Undan boshqa Tog'ri deb shu hukumatninki nimasida budjeti bilan chiqqan bir Uyg'urcha jurnallari bor. Ashada bir odam o'z yolg'iz qolgan bo'lsa-mu, Uyg'urning chirig'ini o'chamay yashab turgan bir odamimiz. Hozir bu odam 90 yosh kirdi, ojizlashdi. Mushu odamni bir yo'qlab qo'yish va uning ba'zi so'zlarini anglab beqish aslida bizning mas'uliyatimiz bor edi. İnşallah agar fursat chiqsa biz u akalarimizni izlaylik. Shu Uyg'ur qarindoshlik studiyasi nomidan izlaylik. Men O'rkash Davlat afandim bilan aloqa qilishga tirishyapman. Xo'sh, vaqtning tezligi tufayli ba'zan yaxshi ishlik bo'lmaydi bu ishlar. Men bir odamni avatish kerak. Chunki bu Abdullah Timan yashandi, salomatligim ojiz, hozir anglasam erkin harakat qilolmaydi, minishim qiyin. Mushu tez vaqtning ichida fursat ichida shunday bir bizniki biladigan bir odamimizni sizlar avatsanglar berib ashuni odamning o'zini gaplarini o'ylab olsak, savollar so'rasak, suhbat o'tkazsak yaxshi bo'ladi. İnşallah agar men fursat bo'lib qolsa, men berib sizga qilib kelsammi bo'ladi? Ya'ni Uyg'ur qarindoshlik studiyasidan. Uning uchun zaten bütün çoğun yaştaki peshqadamlarni bu inqilob sohasida manganlar, bu akademik ilmiy holatlarda yashab vatan xalq uchun, dini uchun, millati uchun kurash qilganlarni zodi biz to'n o'lish uchun iloji bor tizdan ikkironga chiqarishni o'ylab sizlar bilan aloqalashayotganlar bir oyga yaqin bo'lib qoldi. Bundan keyin shu ilm ahllarining hammani inshaalloh ikkironga chiqarish, ularning oltin so'zlarini ap qilish, saqlab qilish, ularning hayotiy tarixlarini, tajriba saboqlarini yakunlash biz tayanchlarningki, ya'ni izbosarlarningki muhim bir vazifasi aslında. Ilmi nurg'un olimlarimizdan ziyon tortdik, nurg'un olimlarimizdan hatto rasmimi yo'q qo'limizda. O so'zi tahi yo'q. Inshaalloh bundan keyin bunga bu tashviqot organlari bizdek o'rinlar cho'qim kuchaydi deb o'ylayman. Xo'sh, biz temaga kirsak, buni aytib qo'yadigan so'zlar bo'lsa, olay. Biz tariximizda cho'ng rollarni o'ynagan, siz aytgandek asl odamlarimiz bor, ziyolilarimiz bor, tarixiy shaxslar bor, cho'ng odamlar bor. Ular gerçi bu hayat bo'lmasmi, lekin ularning bolalari hozirgacha hayat mushu odamlarni bir-birlab hammasini urug' tuqqanlar, bolalarini, o'g'illarini, qizlarini tepib, shu odamlar haqida mushu bir ma'lumot olishimiz va xalqimizga tunishtirishimiz kerak. Shunday. Alloh rozi bo'lsin. Xo'sh, bizda bir yomon bir kayfiyat bor ekan, shu odam o'lib ketmaguncha u odamning ish izlarini yozmaydigan, u odamni tonuşturmaydigan mundaq avval bor ekan. Inshaalloh bu nesil inshaalloh bu salbiy ishlardan qutulish kerak deb o'ylayman inshaalloh. Hayot vaqtinglarda sizlarning so'zlaringlarni ila olaylik. Hayot vaqtinglarda yuz chiroyinglarni millat ko'rsin. Hayot vaqtinglarda sizlar 10 yillab, 20 yillab, 30 yillab qilgan tadqiqotinglar, o'rgangan ilminglarni dunyoga qo'yib ketinglarki, xuddi sizlar tarjimasini qilgan shu Divanul Lugati Türkninki 1000 yilning oldida yozilgan bo'lsa-mu, albatta shu qo'yib ketibdi ekan, biz uni o'rganyapmiz. Shunga o'xshagandek sizlarningmi
yazgan kitaplarыңlarni, sizlarningmi deb qo'ygan so'zlaringlarni balkim 1000 yildan keyin balkim qiyomat qoyim bo'lib ketmasa ham biz uni davomli yaşatishga bizning vazifamiz bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Xo'sh, men o'zim tayyorlab kelgan savol temalar bor. Shundaqdimi biz bu qarindoshlik studiyasi her zaman xalqimiz bilan, muhojir qarindoshlarimiz bilan, Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan baraber so'zlashib keldi, ham suhbat qilib keldi. Shuning uchun oldi bilan men davomli mushu inkas yozgan hozir ko'rganlarimizning soni eshiyotidu. İnkas yazganlarninki savollarini birinchi o'rin qo'yib, o'zimning olib kelgan savol temalarini ikkinchi o'rin qo'yapman. Iloji va inkas yozuvchi qarindoshlarimiz, ya'ni savol so'rovchi qarindoshlarimiz bugun bizningki doktorimiz, olimimiz, tilshunos desakmi bo'ladi, türkolog, ya'ni yoki turkshunos va tarixshunos bo'lgan bir qancha tillarda umuman yetishib chiqqan bu olimimizning naq maydonni biz ching tutib, Muşunun münasebetlik soğallarını sorsanlar inşallah hep beraber birlikte sohbet ilip varımız. Hem naq meydanda Qaharkam bilen bir ahval soray, Qaharkamның bir ahvalını soray. Çünkü bizde çoğunlarının, peşkademlerinin, alimlerinin ahvalını sormaydıgan bir adetimiz var, artıqçılığımız. Biz ama bunu özgertmesek olmaydı. Bunu oylagan qarindoshlarım naq meydan telefon qilsa bo'ladi, ekranimizda telefon nomeri izoqliq. Biz bir qarindishimiz bir savol so'rabdi. Shu savoldan kirsak bu temaning ichiga, normalda Uyg'ur xalqi Uyg'ur degan nomning kelib chiqishini biladi deb o'ylayman, ammo kitob o'qimaslik tufayli, davomli yod etib turmaslik tufayli buning javoblarini unutib qolamiz har zaman. O qarindishimiz so'rabdi. Muslim Vafodar degan qarindishimiz, Uyg'ur degan nom qachondan beri qo'llanib keldi? Uningdan burungi nomimiz qanday? Ya'ni bu bizning temamizning asosiy temasi emas, shunga qisqacharoq javob berishlarini umid qilaman. Yani Uyg'ur qachondan beri qo'llanib kelgan bir ism degan so'z. Uyg'ur degan ism shu 6-7 asrlarda paydo bo'ldi. Lekin bu tarix tadqiq qilganlar bu Uyg'ur degan ismning qanday kelganligi haqidagi nurg'un tarixiy faktlarga qarab Uyg'urning asli undan burun Tele ekanligi, Tele'den burun Dingling ekanligi aniqlandi. Buningga hozirgacha hech qanday bir gumon qo'ygan bir odam yo'q. Shunga bizning eng qadimiy ismimiz Dingling. Dingling degan odamlar Xitoyningki Sanxayjin degan kitobda aytilishicha, uningki Sanxayjindagi narsalar milodidan ilgari 6-7 asr burungi narsalar so'zlandi. Bu Dinglinglar Altay tog'lari bilan bu Baykal tog'lari, Baykal ko'l o'tirsidagi yayloqlarda yashab kelgan deb aytgan. Keyinsiga bu G'onlar bosh ko'targandan keyin Dinglinglar bu Tele bo'lib, Tele'lar mushu Baykal'dan, Altay'dan mushu Mongoliya, Tianshan, Jo'ng'ar mishaqlarda hareket qilgan. Undan keyin ular ichidan Tele'lar ismini Uyg'ur deganga o'zgartirishlar kelgan. Shunga Uyg'ur degan bu fonetik tovushliq bu ism 6-asrlar, balkim buni aniq vaqtda yana tekshirib baxsa qildi. Balkim undan bir asr burun bo'lishi mumkin. Bo'lgan bo'lsa, lekin Uyg'urdagi izi shu nimaga bor? Shu Dingling zodidan burungi 6-7 asrlar. Shunday qilgan chaqda bizningki tarixiy izimiz hozirgi 2 asrni hisoblaganda biz kan deganda 7-8 ming yillik tarixiy xotirga ega bir millat. Yana bir qarindishimiz bir savolni o'tirib qo'yapti. Ham bu mening kallamga uzundan beri taqilib kelyapti. Shu Uyg'urlar va Turklar degan mana shu ikki atalg'uda qarindoshlarimizning orasida xili cho'ng talash tortishlar bo'lib kelyapti. Masalan, biz Uyg'urlar, bizning tegimiz Turk degan vaqtda biz Turk emas, biz Uyg'ur. Yoki Uyg'ur degan Turkdan burungi millat degandek Uyg'ur bilan Turkning o'rtaligidagi munosabat. Masalan, men Gollandiyada ana til maktabida Uyg'ur tarixini o'tgan bo'ldim. Endi Turg'un Almasninki Uyg'ur tarixi masalasida qanchalik ixtilof qilishlar uni men bilmayman.
Ama şu kitapdan başlap o'tgan bo'ldik, chunki qo'limizda mavjud bo'lgan kitap shu bo'lganligi uchun. 1000 yilning oldiga ketgandan keyin ham Uyg'urlar bilan Turklarning asosi birlashib ketgan bir tarixini ko'rdim. Shuning uchun Uyg'ur va Turk degan bu masalada bo'lib bu masalani siz tarjima qilibsiz. Divanul Lug'ati Turk tillar divani degan Mahmud Qashqar bobomizninki kitobida men Turk Uyg'ur bir elning nomi degan bu so'z bor ekan. Shuna bo'lganda biz Uyg'urmi, Turkmi yoki mundaqcha aytganda yoki Uyg'ur bilan Turkning o'rtasidagi kalimani ochiqlab beraylikki, millat ya biz Uyg'ur ekanmiz yo Turk ekanmiz, yo bo'lmasa biz Uyg'ur Turk ekanmiz demdik. Bir ism, aniq bir ism qo'yaylik bu Turk bilan Uyg'ur o'rtasida munosabatni bir aniqlab olsak demoqchi. Xo'sh. Yani sualim Uyg'ur bilan Turkning o'rtasidagi munosabatni. Hop, tushundim. Biz bu Uyg'ur bilan Turkiylar o'rtasidagi munosabat tilshunoslik jihatdan, etnografiya jihatdan, millat jihatdan va har qaysi taraflardan elbet aytganda biz bir Turkiy xalqninki turklarning ichidagi bir qabila hisoblanamiz. Bizning bu Turkiy qabilalarning ichidan ayrilib chiqib ketib ayrim millat bo'ladiganға bizning til jihatdan, etnik jihatdan, bu millat jihatdan etnik jihatdan shartimiz to'shmaydi. Turkiy millatlar shu butun O'rta Osiyo, Yevropa, Volgagacha keng yerlarni egallagan. Bu Turkiy xalqlar turklarning egallagan yerining nihoyatda kengligidan, Mongoliyadan tortib Bolgariyagacha keng bo'lganligidan bu millatlarni bir bayroq ostiga, bir millat ostiga, bir ism ostiga ekagilib bo'lmadi. Lekin o'shundaqligi bilan biz taqilib ketgan bo'lsaqmi, lekin bizningki Turkiy tillarning nihoyatda qurilmasining nihoyatda yaxshi bo'lganligi sababidan biz 1000 yil ayrilib ketsakmi, ya'ni bir-birimiz bilan tushunisha oladigan, parangisha oladigan ahvolda yashamoqmiz. Shunga biz ilmiy jihatdan aytganda biz millat emas, biz bir turklarning bir qabilasi. Shundoq bo'lganda dunyoda Türklerinin hazır 38 millet deb ardı. 38 millet ameliyatda ilmi jihatdan, tilshunos jihatdan, tarix jihatdan aytganda biz bir qabila 38 qabila desak bo'ladi. Ammo yaqin zaman kelgandan keyin bu millat degan gaplarni, chegara degan gaplarni inglizlar paydo qildi va biz Rus va Xitoy imperatorlarininki besimi, eksploatatsiyasi va tajovuzi bilan bu millatlarni biz bu qabilalarni millat deb arvatdi. Shunlashqa hozirgi dunyodagi 38 Turkiy millatlar bir siyosiy atalg'u. O siyosiy atalg'u bo'lganida yana Rus jangirligi va Xitoylarniki siyosiy manfaatini chiqish qilgan bir xil atalg'u. Biz baribir Turkiy xalq. Uyg'urlar Turkiy xalq ichidagi bir qabila. Shunga biz oldi bilan o'zimizni turk deymiz. Konkretni aytganda o Türkiye xalqlar ichidagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar, Boshqirt, Turkman shunday ayrilib chechilib keldi. Ya'ni biz o'zimizni Turk desak xatolashmaymiz. Turk desak ilmiy jihatdan, tilshunoslik jihatdan, tarix jihatdan to'g'ri bo'ladi. Uyg'ur ayrim millat desak siyosiy jihatdan to'g'ri bo'ladi. To'g'ri. Ya'ni chunki bizningki ma'u Turklar bilan munosabat qilganlar, tijorat qilganlar, Turklardan ziyon tortib ketganlar, bo'libmi Turkiya, Istanbulda Turklar bilan munosabat qilib ulardan peshvo yeb ketganlar. Biz Turk desak darhallam biz Turk emas, biz Uyg'ur. deb mandaq Turk bilan Uyg'urning o'tirsini araydigan holatlar ancha-muncha anglab qoldi ekan jamiyatda. Uning uchun bu nihoyat aniq bo'ldi. Ya'ni asli tegimiz bir bo'lgan bir millatmiz. Uning uchun biz çünkü yaqinda masalan bir kishilar bir nimani o'ttirib, bir fikrni o'ttirib tashladi. Men Uyg'ur emas, Uyg'ur Turkiy deb. Menga bu gap biroz yaqin keldi endi. Uyg'ur Turkiy bunda desakchi masalan biz Uyg'ur Turkiy desek, bu qanday gap bo'ldi? Bu mu to'g'ri? Agar bir yerlarda bir kimlar bizni sen kim desa, Uyg'urligimizni tushuntirib qo'yamisak, oldidan biz Turk desak bo'laverdi.
Biz Türk deb Uyg'ur Türk desek, Uyg'ur Türk'ninki bu atalg'ini bir yaxshi yeri Turkiyalar ichida, masalan, Turkiyada bo'lib qolsak, sen kim desek, men Uyg'ur Türk desem, ha, buning için demak Türklar ichidagi Uyg'ur qabilasi bo'lgan Türk deganni bildirdi. Bu mu bo'ladi? Shunga hamda bu Türkiye millatlar deymiz hozir. Bilmeyecekni aytganda Türkiye qabilalar orasida bu talash tortish, yer talashish, so'qishish, urushish bu azaldan bo'lib kelgan, bu dunyoda har qanday yerda bo'lsa bo'ladigan ish. Lekin tarixdan bu yangi Turkiya qabilalar orasidagi urushlar va farqlar bilan hozirgisininki farqi bor. Hozir agar Qozoqni, Qirg'izni, Turkmanni, Uyg'urni, O'zbekni bir yerga qo'shib, sen bir desa, bular biz yo'q deb turib olamiz. Hammamiz bo'ynimizni qaraymiz, biz emas deb turib olamiz. Bu hamda bunda aytgan chog'da o'risniki siyosati uchun deyotgan birga. Yani bu Uyg'ur bilan Türkning o'rtasida, yani xulosa, buni xulosalab asosan farq yo'q. Yani aslimiz bir, neslimiz bir. Yani aynı zamanda yaşayan coğrafyamız bir ve qinimiz bir demekçimiz. Allah razı olsun. Ben yanılan bu şekilde... Milletler mesela Xitay'ını misal algan olsak, bular toplaşamay avara. Ameliyette Xitay'da Şanghay'ga verin, Guangzhou'ga verin, Fujian'ga verin, bular qat'iy birisinin gepini tushunmaydi. Agar Xitoy tarixini qaraydigan bo'lsak, ular haqiqatan janubdagi boshqa bir assimilyatsiya bo'lgan boshqa bir millatlar hargiz Xitoy bo'lishga shart to'shmaydi. Lekin ular shunday to'shmasimi, o'zini Xitoy deb urib turdi, chaplab turdi. Biz shuncha bir xonning ostidagi, bir til ichidagi, bir tarix ichidagi Turkiy xalqlar turib, biz o'zimizni apich avara. Shunga biz uning ta'sirini qilyapmiz. To'g'ri. Bundan keyin bu jihatlarda ixtiloflashadigan, sen Uyg'urdan, men Turkdim deydigan bundaq gaplarga bizcha quloq osmay, haqiqatan bir millat ekanligimizni desak nihoyat to'g'ri bo'ldi ekan. Xo'sh, yani qarindoshlarimiz so'rabdi. Men avval shu qarindoshlarning savollaridan hamda sizda hech qanday tayyorlik bo'lmagan taqdirda ham bugun sizlarning javoblarini ilib olmasak bo'lmaydi. Qarindoshimiz so'rabdi, Uyg'urlardagi Axun ismi, Mehmet Axun, Samt Axun deb hunni qaytib qo'ydigan bu ism kitoblarda yozilganga o'xshash, bu Hullar bilan bir munosabati bormi degan bir savolni tashlabdi. Uni o'n bilan munosabati yo'q. Bu so'zning o'zi bir farsiy atalg'i bo'lishi kerak. Allah razı olsun. Yani Hullar bilan munosabati yo'q. Ma'u ba'zi qarindoshlar uzunroq bir narsalarni yozibdi. Men toza ba'zi xatlarni tushunmadim. Shunga qarindoshlarimiz bundan keyin savollarni noiti Qaharkamninki bir bir metodi bor. Shu qisqa savol, qisqa javob berdi. Tafsilroq to'xtaladigan yerda tafsilroq javob beradigan bundaq metodi bor ekan. Shunga savollarni qisqa so'rasanglar, noiti nima konkret javob ola olasizlar siz qarindoshlar. Undaqda biz temaga kelsak, Qaharka, yani milletimiz nihayet ciddi bir krizisga duch keldi. Krizisdan öte nihayet çoğun bir halaketga duch keldi desek mi bo'ladi, vayronchilikqa. Bir milletning mavjudiyati bo'lgan, shartlari bo'lgan til masalasida Xitoy nihayet yaqindan beri jiddiy tezlik bilan umumyuzlik tilimizni yo'qotib o'tish uchun harakatlarni olib beryapti. Sizlar bir tilshunos bo'lish sifatlari bilan Türkolog bo'lish sifatlari bilan shu Xitoyningki shu qo'sh til siyosati degan bir narsa o'tirg'i chiqdi. Undan burun bir qarindoshimiz so'rabdi. Bu bizning tilimizning yo'q qilinib ketish masalasida men toza savolimni tushunmay qoldim. Balki ammo umuman nemisdan qaragan vaqtida Xitoy bizning bu tilimizni yo'q qilib o'tami va bu yo'q qilib o'tish jarayonida aslida men shu tarixdagi vositalarni deb berishlarini, yani qisqacha deb o'tib ketishlarini umid qilaman. Xitoy bizning tilimizni yo'q qilish uchun bu yaqinqi tarix bo'lgan 1949 dan keyin 50 dan keyin qanday vositalarni ishlatdi va bugungi kunda qo'sh til ma'rifi degan bu atalmish yo'qotish harakatini olib berib Xitoy nima maqsadiga yetmoqchi, bizning tilimiz yo'qolib ketamdi degan bu savolga biroz tafsili to'xtalgan bo'lsin.
bu qo'sh tillik maktabning maqsadini biz bilamiz, bir ta'kidlasak bo'ldi. Lekin Xitoy nima uchun ta bizning yaslilargacha shu million dollarlab mablag' ajratib Uyg'ur bolalarni yasli qo'sh tillarda yaslidan tortib shu boshlashni shu o'tirib ko'pishni ishlayotdi. Demak, Xitoy bu tilning qanchalik muhim ekanligini bildi va bundan shuni qarab tadbir ishlatadi. Endi bunun qaramushi siyosatning o'zining qaraganda bir millatning, Uyg'ur millatining tirilib qolishi, saqlanib qolishida bizning tilimizniki naqadar muhim o'rin ekanligini shu salbiy aynaksinmi ko'rib olib bo'ladi. Shunday. Bu qo'sh til ma'rifi degan bu endi buni chiqarishdan burun Xitoy 50-70 yil jarayonida 1950 dan keyin qanday vositalarni ishlatdi, buni to'xtalsak bo'ladimi? Tilimizni yo'qlash uchun. Bo'ldi. Nima uchun degan vaqtida tilimizni 70 yildan beri yo'qotmoqchi bo'lsa Xitoy nima uchun yo'qotolmadi bu bir? Ikkinchisi buningdan keyingi qo'sh til ma'rifi degan bu gap bilan Xitoyninki yo'qotib o'tish ehtimoli bormi demoqchi-da, men shuni bog'lamoqchi. Xo'sh. Uyg'ur tili, Uyg'ur adabiyoti Xitoydagi 56 millatning ichida birdan-bir o'z tilimiz bilan universitet darajasida darslik chiqargan. Ya'ni o'z tilimizdagi darsliklar bilan bir butun universitetni bitira oladigan bo'lgan darajaga chiqqan millat birdan-bir biz. Boshqa 56 millat ichida bizdek bundaq yuqori o'zining ana tilini, o'zining tilini bunchalik yuqori madaniyat saviyasiga chiqarganlar yo'q. Demak, shunday bo'lganda biz Xitoy tili bilan tap-tang taqorish tura oladigan bir til. Amaliyotda eng burunqi shu jadidlar ochgan maktablardan hisoblaydigan bo'lsakmi, Xitoy bilan teng darajada biz menib kelgan. 50-yillarda shu Uyg'ur o'rta maktablari uchun butunlay Sovetdan kiratdi, darsliklar qilin tashliq noit ishlangan shu nimalar kiratdi. Shu chog'dagi o'rta maktablarning saviyasi Xitoy davlati bo'yicha baholagan chog'da Shanxaydan qolsa Uyg'urcha o'rta maktablarning 2-o'rinda shunaq turganda endi. Hozir esimda bor shu Sovetda besilgan masalan Uyg'ur adabiyoti, Uyg'ur o'qishligi degan kitoblarda shu chog'lardalar bizningki bu Divan lug'at turkdan, Qutat Qublikdan, Alisher Navoiylardan misollarni olib shunday qilgan. Biz shunchalik jarayonlarda shu Sovet shu 30-40 yillarda chiqargan darsliklarchilik bir darslikni adabiyotdan biz chiqaramidik. Shunga Uyg'ur tili shunday bir yuqori darajalik taraqqiy qilgan shunday bir til. Bizning tilimizda hatto 50-yillarda Karl Marxning Kapital degan kitoblarini tarjima qilgan uch Xitoylarda tarjima qilingan bu murakkab kitoblarni. Shunga nayti taraqqiy topgan bir tildi. Hamda bu Xitoylar kelgandan keyin kelgan kunning ertasidan boshlab Uyg'ur tiliga atak qilmadi. Ular eng dastlabda Sovetning modelini olib asonlik millatlarning ismlarini asonlik millatlarga ism qo'yib, millat deb tizimlatib, ularni rad silib, shunday qilish orqali bir hisobdan aytganda Mao Zedongning dokladida bor shu butun Xitoy davlatining 6dan 1ni tashkil qilgan yerlarning hammasi asonlik millatlarning qo'lida. Shunlashqa ular Moskvaning usuli bo'yicha asonlik millatlarga millat nisbi berish va bu orqali o'zini yaxshi ko'rsatish orqali asonlik millat siyosatini qo'llandi. Yani bu tarafi biraz ilg'or bo'ldi desak bo'ladi. Masalan, Tunganlar bir ömür jang qilib, 100 yillab jang qilib millat bo'lamagan. Gomindanning vaqtida bizni ayrim millat qilsin deganda jankesh unmagan. Lekin Gomsindan kelgandan keyin hamma sizlarni millat deb e'tirof qildi. Mushundaq ishlarni qildi. Bu shu har bir Gomsindanniki milliy siyosatning har 5 yil 10 yilda o'zgarib turganligini bilsak bo'ldi. Shu da endi Uyg'urlarda bir shunday bir o'z millat maktablarimizni aramqida echib oldik, darsliklarimizni Sovetdan kirdi. Shunday bo'lgan bir mezgil. Ham Uyg'urlarningki tilda eng cho'ng vayron bo'lgan nimasi sababi shu til yoziq islohotidan bo'lib ketdi. Baxchiq bo'lib ketdi. O 8 yilda bir, 10 yilda bir yamanchiq til o'zgartib, bu yoziq o'zgartib ketdi.
eng burun Slavyan yezigini bevosita qo'llangan. Undan keyin Kon yezig chiqdi. Buni ishlatdik. Undan keyin bu Pinyin chiqadi. Ya Pinyin bir latincha, bu amaliyotda asli bir ilg'or yezig'di. Lekin buning ichiga 7-8 shu Xitoyniki shu biz hargiz Uyg'urlarning tili kelmaydigan so'ziq tovush va uzuk tovushlarni qo'shib xalqni jirgandirdi va o'qilmaydigan, tushangilmaydigan qilibdi-da endi. Shuning bilan bu narsa bumi biz Uyg'urlarni 10 yil qalaymakan qildi. Eng oxirgi vaqtda shu 80-yilda men o'sha til instituti bo'lg'achqa biz avtonom rayonlik xalq vakillar avtonom rayonlik hukumatning yig'in zaliga bordik. Bizning institut bir loyiha chiqardi. Bu loyihani chiqarishdan burun albatta Abdusalom Abbos, Temur Davomatlar, bu Mirsulton akamlar bular qastirdan deyishib olgan. Ular bu Kon yezigini latin yezigini amaldan qoldirib, Kon yezigini asl keltiraydi deb shunday bir loyiha chiqardi. Ham bu loyihani chiqarish jarayonida bizning bu gruppa institut bu divan lug'at turk tatbiqliklarni tarjima qilayotgan bo'lg'achqa biz bu yerda taqalgan bir ikki harf bor, u degan ikki harf. Shuningga yana ikkita shu pash bilan bir tashdidni qo'shib 7 harf qo'shib ijod qildik. Bu hozirgi nuqtadan ilib aytganda bir xatolik. Biz uyga ayrim harf ishlatmay turibmi Uyg'ur yezigini, Uyg'urning ma'nosini bildiraverdi. Shunlashqa bu ortiqcha bo'ldi. Shuni buni evasimi bo'ladi. Bu evasimi hech qanday so'zimizda xatolik chiqmaydi. Ana shu guruhda biz bordik. Numran xalq hukumatining binosiga bordik. Temur Axun yig'in riyosatchilik qildi. Undan keyin Abdusalom Abbos bizning mush institutdagi boy ismi chiqqan. Temur Axun deganlar Temur Davomat shumi? I'm sorry. Temur Davomat. Undan keyin bizning guruhdan shu Ibrohim O'ti, Abdurik O'tkir, Hoji Yoqub, Mirsulton Osman, Hoji Yoqub yo'q deydi. Ahmad Ziyoyi ishqilmish shu Amina G'afar hammamiz bor. Biz uningki loyihamizni o'tirib qo'ydik. Temur Davomat yaxshi gap qildi. Biz ziyolilarga hurmat qilamiz. Bu qanchalarni shu oldindan sizlarning fikringlarni olamizda. Shuning bilan biz bu loyihani o'tirib qo'ygandan keyin butun yig'inda bir 100 odam bor. Butun shu Urumchidagi har qaysi institut, maktablarningki tish ziyolilarni hammasini chiqqan. Hem bu bütün yığın jarayonida bu yeziq latin yezigi bu soldan o'ng yozilgan xalqarалық yeziq latin alifbasi. Bu sizlar biz hozir asli keltirimizda qo'ygan yangi loyihalar, ya'ni kon arabcha bu ilqi taraqqiyotga mos kelmaydi deb bir Mo'ng'ul shu standa shuni bir Mo'ng'ul ma'lum qarshi fikr bildirdi. Qolganlar hamiz jim o'tirdik va qo'shildik. Shuna qilib bu tasdiqlandi. Ana mush eng oxirgi yeziqniki loyihasini o'tirib qo'ygan bizning guruhga biz opadik va shu yig'inda men bor. Shu amaliy ahvol bo'lgani shu. Endi hozir men eslab o'tsam, qarab o'tsam, bu yeziqimizga bir xatolik o'ni ortiqcha qo'yibdi. Nechinchi yil shu paydo bo'ldi? 80-yili. 80-yil paydo bo'ldi Uyg'ur yeziqi. Unda bo'lsa o'dek demay, udek demdi o zamanda. Nimda o'dek yozaversa, chunki bu yerda sintaksiyatdan aytganda ikki so'z qarama-qarshi chiqmasdan bo'ldi. Masalan, o'dak deb yozsak, yana bir o'dak deb bir qarshi so'z bizga uchirmaydi va uchirgan taqdirda kontekst tarafdan yana tushunish bo'lib ketaveradi. Lozim meni Husayn tajalli desim bo'ldi ekanda, unda bo'ldi. Chunki yana bir Husayn, yana bir Husayn yo'q. Faqat Husayn. Demak, bu bundan keyingi tadqiqotimizga muhim bo'lgan so'zlar bo'lganligi uchun qayta so'rab qo'ydim. Alloh rozi bo'lsin. Xo'sh. Buning yana qo'shimcha qistirgan gaplar bo'lmasa, men boshqa savolga o'tib ketaman. Hop. Bizningki qarindoshlarimiz sizniki Temur Axun degan so'zlardan ajablanibdi. Bu endi o'lib ketgan odamning keyindan biz biznaz demaymiz, ammo shu vaqtda sizlar ishlayotgan vaqtda bu Temur Axun degan odam, yana Temur Davomat degan yani bu xizmatlarni qo'llash jihatlarda qanday bir rol o'ynagan taraflari bormi? Men buni qo'shimcha so'rab qo'yay. Temur Davomat shu Uyg'urlarningki shu 12 maqomlarni ratlash, til yoziq ishlarini ishlash, kitoblarni tarjima qilish, har qaysi joylarda tegishli Uyg'ur bozorlarini qurish, ish qilib qo'lidan kelishicha bu odam shu bir qator ilg'or ishlarni qilgan. Albatta bu odamdan cho'ng
Temur Damet'ten çok ümit kütememiz o bir kıpkızıl komünist kadri bunu vangıma aldık sep işitip muşundak özünki bütün tıkıvelişken ait çok paylangan. Lekin bir adamga baha bergende biz şu ijobiy tarafı, salbiy taraflarga o'xshash qarasak bo'ldi. Shunga Temur Damet'ning shu yillarda endi ko'rsatgan to'pilari bor. Allah razı olsun. Xo'sh, mushu qo'sh tillik ma'rifninki kelib chiqish masalasida biroz to'xtalgan bo'lsin. Ya'ni Xitoyning maqsadi bizning tilimizni butunlay yo'q qilib o'tish uchun qurilgan bir harakatmi bu? Demak, biz tilimizga, o'zimizning tiliga diqqat qilmay keldik. Qanchalik muhimligini tushunmadik, Xitoylar tushundi. Xitoylarning tushunganligini men boya dedim, hatto yasligichilik necha million dollar pullarni qo'shib Uyg'urlarni shu yaslidan tortib Xitoy tiliga. Ular bildiki, agar Uyg'urlarning shu yezig'ini yo'q qilsa, Uyg'urlarning tilini asl-nasya qilsa, bu millatni boshqarish hech qanday bir ish emas. Bizni mushundaq bir jonliq millat qilib tiklab turayotgan bizning tilimiz va bizning madaniyatimiz va bizning dinimiz. Unda qo'yganda mushu tilimizni yo'q qilib o'tib qolsa Xitoy bizni boshqarish nihoyat oson tushdi. Shu. Endi hozirmi shundaq bo'lyapti. Bizniki Xitoy maktab o'qigan, ya'ni qo'sh til maktab o'qiganlarda endi biz o'qigan davrlardagidek Uyg'urlarningki qadimgi asar-atiqlari, tarixi, madaniyati, bizning parlaq narsalarimiz, yo'riq narsalarimiz va ulug' natijalarimiz tarixliklardan hech qanday xabarsiz. Ularningki faqat o'zlarining bir Xitoylarning tarixiy madaniyatini, tarixiy natijalarini, tarix qanchalik ulug' ekanligini mushundaq tendensiyani singdirib, bizni bir qaloq, o'zlarining ilg'or mushundaq bir tendensiyani singdirib chiqdi. Bu yolg'on gapni davomlashtiraversa, 5 yil, 10 yildan keyin bizning bolalarimiz rostli bir Uyg'urlar bir loxu Xansolar degan shu taraqqiy qilgan deb mushundaq bir nimaga avtomatik holda mushundaq kirdi. Bu Xitoyning maqsadi. Sizningcha shu bir millatning tilini yo'q qilib o'tish uchun agar Xitoy hamda hozir nihoyat jiddiy bir hujum qilyapti. Mush shaklda hujum qilsa Xitoy ya'ni 1949 dan 2010gacha Xitoy nurg'un vositalarni ishlatdi, abaysiz degandek pinin harflarni, yangizik, ko'nizik bu deganlarni paydo qilib boqdi, ammo yo'qolmadi tilimiz. Ammo bu qitim Xitoy boshqacha bir usul, keskin bir usul, nihoyat halokatli bir usulni qo'llanayotdi. Sizningcha bunday qilsa tilimiz yo'q bo'lib ketadimi? Ya'ni Uyg'urcha so'zlashadigan odamlar qolmaydi. Ya'ni Sharq Turkistonning o'zida demoqchiman. Birinchi qadamda bizningki hozirgi mush avlodlar chiqib bo'ldi bular. Uyg'ur tili yo'qolmagani bilan Uyg'ur madaniyatidan bexabar, Uyg'ur hissiyotidan bexabar, Uyg'ur tarixidan bexabar mushunaq avlodlar hozir yetishib chiqib bo'ldi. Bular garchi Uyg'urcha gap qilgani bilan, Uyg'urcha naqsh aytgani bilan, Uyg'ur usul o'ynagani bilan bularni o'tag'izib qo'ysa, bizningki Uyg'urlarning tarixiy, an'anaviy boyliklarimizdan bexabar. Ularga shu kichigidan tortib shu universitetchilik o'tkazayotgan darslarning hammasi shu Xitoylarning ulug' natijalari, boy madaniyatini singdirishdan boshqa narsa emas. Bu birinchi qadam. Biz hozir bu shunday yoshlarni, yangiga yoshlarni ko'ryapmiz. Uyg'urcha gapni biladi, lekin o'tag'izib so'zsa Uyg'ur haqida, Uyg'ur tarixi, Uyg'ur madaniyati haqida biz bexabar. Shunday qilgan. Bu birinchi qadami. Bundan keyin asta-asta shu Uyg'ur tili shu yo'qolishga qarab mangadi. Mush shaklda yo'qolish qarab mangsa qancha yilgacha yo'qolib ketamiz. Bu hamda biroz bizni yaxshi ko'rmaydigan, ya'ni biz yaxshi ko'rmaydigan bir savol bu asli. Ya'ni hech qanday bir millat, shaxsan men Uyg'ur tilimizning yo'qolib ketishini ishonmayman, ham yo'qolib ketmasin deyman, ammo men bu savolni so'rashga majburman, chunki kesilni yo'shilsang o'lim oshkora deb biz 2005 yillarda Saudiya Arabistonda Uyg'ur xalqining bundan keyin jiddiy bir krizisga duch kelganligi, Xitoyningki qo'riqini ko'targan yilon chaqmay qolmaydi deb cho'qim bizni chaqadiganligini degan vaqtimizda nurg'un olimlar buning qarshi chiqqan. Yo'q, bizni Xitoy hech nima qilolmaydi, azaldan hech nima qilolmaydi deganda, ammo qilyapti Xitoy bizni ig'ir bir yo'qityapti, dinimizni asosan yo'qotish holatiga olib bordi. Mushu shaklda mangsa 2000 qancha yilgacha Uyg'urlar
Şarkı Türkistan'da Xitayçı paranlaşıdığan bir millet oturga çıkıp kala. Allah saklasın ama bunu mu çokum değişişimiz gerek yani. Bunu çünkü keselini tepişimiz gerek. Hoş. Bunu ben 10 yıl burunki bir makallarımda bilgen. Xitayda 56 milletinin içinde, şu kelgisi 50 yıl içinde 50 milletinin hemmesi yokap asimilasiyonu 6 kalı böyle. Bu 6'sı kimler degende Uygur, Tibet, Çavşen, bularning hammasının öz aldığı aşı. Bularning amdaylıqı medeniyet jihatdan bir kişi küçük. Şuna bu tilla asimilatsiya olmaydı, bu millet asimilatsiya olmaydı. 50 yılgacha. Bunun din nersini okumayman. Ama qalgan Xitoyning 56 milletinin 50 millet bu 50 yıl içinde tügeydi degen, onun 10 yılı 3 oldu yani 40 yıl kaldı. Niyette müşfiki biz Xitoy'a dövdük barlıgan bulsak. Yaxşı otağızı sormasa özünün açanzu, tuzu, vaçanzu, miyavzu, yavzu degenlerini özü çıkarmasa katla olabilir Xitoy. Şu. Bu milletlerinin özünün tağlı içinde məhəll köylerdimi, mekteplerimi bu bakmagan, bularının Xitoy'a karşı kılgan öz tilini, öz milletini saklap kalan güçlü yok derlik. Şuna hazır bular ameliyette 50-60% yokup oldu. Mancularını hesap kaldırmışsak, Manculam 10 milyon deydi. Fakat şu nüfus tızınlatkandı Mancu denilse o Manculuk ne tügen biz Mancu asimilasya bopoldu deyimiz. Asimilasya buğa millet ana aşı. Milletini tonuydu. Nüfusta yazıdı. Lekin tili tügüdü. Ma başka 50 millet, başka 49 millet mi okşaş hikaye. Özünün nüfus degense kaysı millet ise öyle telefon verip milletimden ismini meti de sorap yes koyuşunu bildi. Lekin emniyette bütünlaylı bu ketken bir Xitay. Biz asimilasya dep başındayız. Yani şunda olganda Uygur'dan ibaret 6 millet yani sakınıp kaldı. Sakınıp kalgandı mı ben dedim çeksiz sakınıp kaldı dedim. Kam degende bu 50 yıllargacha Uygurlarda bu asimilasya bu kızığa iş yok. Ama hazır körüvatımız bizde 2 evlatga yakın yaşlar, bir evlatın işke açtı aldı, bir evlat yaşlar öz medeniyetimizden bir haber çoğup oldu. Bunu bir çoğun yok oluş. Yani bu yerde bir koşunca bir sualını oturup taşlasam, Mancularninki asimilasya bolup ketişti, yani tilinin yok olup ketişi yoki medeniyetlerinin yok olup ketişte ularning coğrafiyelik o'rni Xitoy bilan jiq aralashganlik tufaylidan bo'ldimi yoki yani o'zining zimini bo'lmaganligi uchun? Buning da asosi bundaq tiz asimilatsiya bo'lib ketishdi nima sabab? Chunki Manjular qilgan zulmni bizga qilgan zulmni Manjular qilmadi deb o'ylayman men shu Xitoylar. Yani bundaq zulm qilmasimi ular asimilatsiya bo'lib ketdi. Buning sababini bilamsiz? Bunun en sebebi Manjular özünün cemiyetini, məhəlləsini yuturub qoydu. Şuna mən ötkəndim, başı aldığım Vancouver'dan dedim. Bizim çətəldəki Uygurlar 80 yıl işçidə həmimiz parıq ayrılıb tügəyimiz. Bunun səbəbi bizdə bu məhəllimiz yox. Yəni, şunun üçün biz çətəldəki Uygurlar dərhal bir hərəkət edib Uygur arallarını qurup çıxışımız, Uygur arallarını təşkil etmemiz gerek. Bu Mancular şunca kudretli ega bir xondanlıqdır. Bular takılıp ketdi. Lekin Mancular öz aldığı yaşaydıgan bir rayonni saqlab qalmadı. Öz aldığı. Eğer Dongbida özlerininki şu Mancu rayonni tili bilen şu Mancu rayonni ip qalgan bolsa bu millet yo'qolmadi. Hamma Mancu bütün Xitoy taqılıp ketgan bo'lg'achqa bu özünü saqlab qalan. Şunlaşqa Uygur cemiyetinin muhimligi. Uygur cemiyetlerideki til ve bu şu medeniyet faaliyetinin qanchalik muhimligini shundan ko'rib olsak. Bu 20 yil ichida chet el Uyg'urlar qaraydigan bo'lsak, bizning liderlarimizning hammasi millatni tashib etib, chiqib ketib, shikoyat qilganga chiqib ketdi. 20 yil bo'ldi, ular chiqib ketib shu boshqa davlatningki deputatlarga shikoyat qilyotdi, ularning kasbi. Mahalliy ichidagi jamoatdagi Uyghur tilini qanday qilamiz? Uyghur madeni faaliyetini qanday qilamiz? Bularni hech kim so'ragani yo'q. Bularning qilig'ini shu uni bilan rasmga tushdi, buni bilan so'zlashdi, falonchilar qatnashdi, 20 yil bo'ldi, shularni ko'ryapmiz. Sen o'zingning orqada o'zingizga bir kuchli bir millat asosiy bazasi bo'lmay turib,
sen hakkının dava kılını ulaşasını köz gelmeydi. Şunun için hem de biz bunda kılışka ruhsat vermeyiz. Biz çoğun ballarımızga Uygurca mektepten yetişimiz gerek. En mühimi Uygur arallarını berpa kılışımız gerek. Allah razı olsun. Bu hazır sohbet kılıp muşu minutga geçe meni en hoş kılgan sözlerden birisi. Bolap men muşu möğürtkeге vaqtı devasam chet elde bizden burun çıkan muhacir inqilabçılar, liderlar ninki Uygur mahallesini qılmağanlıqı hakikaten nayet çoğun bir mağlubiyet. Çünkü ben İstanbul'a kelgen vaqtimda o kadar şunda garipsindim ki İstanbul'da Kazak mahalleleri barken, mesela Kazaklarninki ultraqlaşgan ma'lum nimalar barken ve Kazak iş o'rinlari barken çoğun Kazak yani bir yer kilerleydiğin bir ortamlarını şekillendirirken ama Uygurlarning nait azken yoki yo'q deyerlikkanda mesela Qaysariyda burun chiqqan Uygurlar mahalli shakllantirgan bo'lsa-mu. Yani xulasa milyonlarca pul harcanıptı bu davaga, Uygur davasıga. Ama mahallenin şekillendirilmegenligi bu vaqtgacha hakikaten bizni liderlarni tanqidlaydigan, liderlarga savol qo'ydigan bu pullarni qayerga ishlatding deydigan vaqtida nima uchun bir mahallaga ishlatmadik, Uygurlarning mahallesini barpo qilolmadik deb o'tirib qo'ydigan bizningki shikoyatlarimizdan birisi bo'lsin. Unda bo'lganda sizning so'zingiz qaragan vaqtida Uygur, chet eldagi Uygurlar Sharq Turkistondagi Uygurlardan burun yo'qolib ketdi demoqchimisiz? Shunday. Bundan keyin Uygur jamiyatları o'zimizga rais saylasak, bu saylagan liderlerimiz Uygur mektep etishga ma'qul bo'lsin. Xo'sh. Uygur jamiyatini, Uygur arallarını qurishga ma'qul bo'lsin. Uygur faoliyatlarini qo'llashga ma'qul bo'lsin. Shuni bir oldingi shart deb qo'yaylik. Hem de chet eldagi Uygurlar bilan vatanchilik Uygurlar turmida turyapti. Biz erkinlikda yashayapmiz. Lekin buna oqibat o'xshamaydi. Bizningki chet eldagi Uygurlarning parga aylanib ketish vaqti 80 yil. Bu 80 yil nima uchun 80 yil deysa deganda men 1986 yil chet elga chiqdim. Chiqqan chaqda Amerika 2 oylik Uyg'ur bor ekan, 2 oylik birsi abjad o'zbek. Yevropada şu bir iki oylik şundaqken Türkiye Arabistan'dan hesap almaganda jami bütün g'arb dunyosida bu ba Uyg'urning soni 5 oylikka bormaydi. Shunchalik ahvol ekan endi. Hamda şu adamlar bizning har qatim masalan şu yig'inlarimiz, faoliyatlarimizda qatnashdi, so'zlab berdi, millatni aslaydi, şu nim qiladi. Milliy ro'y nayt yaxshi. Biz konu Uyg'urlar deymiz, ham 40-yillar ketgan konu. Bu konu Uygurlarning birisinin mi balsı paytıken? Hazır tanımaydı. 10 qatim, 100 qatim ko'rishdik. Uyda unda balısını mı kömeymiz ve Uygurcha gapni bilmaydi ve yaratmaydı. Şiketken ular başka şehirlerni qilib, yılda aydiya kas keladi bo'lmasa yo'q. Ashuna qo'yib ketgan. Demak, bu aşı Uygur tilini o'rgatmaganligi ziyni aşı. Bu yeni Uygurlar mesela biz çıkan 86 çıktım 80. yılın ahiri 90. yıl çıkanmış biz Türk'ün Uygurlarning mana ballarımız 20'den 30'a kirwatıdı. Muşlarning hemsini qarab o'tadigan bo'lsak 50% hemsi yabancı oldu. 50%. % yabancı oldu degani 50% assimilyatsiya bo'ldi degan gap. Chet ellik bo'lib ketdi. Hem de biz turib balimizni aran 50% qutuldirib qalsak bizning bu 50% ballarımız şu çalı Uygurçası bilen öz aşılarının ballarını qanchalik Uygur qila oladi? Qilolmaydi. Şuna bizninki assimilyatsiya bo'lishimiz mushu asrning ichida tugaymiz biz. Lekin bu yerga saqlab qilishda ikki tadbir bor. Birisi Uygur arallarini tashkil qilish. Uygur arallarini tashkil qilganda bizda Qaysariyda bor, İstanbul bir qanchalar qurg'ul bo'ldi. Ankara'da bak, hayat Uygurlar taraf olsa, qat'iy Uygurlar toplaşıp bir aralını şekillendiriş gerek. Bir imkan kadar yakın yaşaş gerek, medeni faaliyetler, til öğreniş faaliyetlerini nayeti köpeytiriş gerek. Uygur aralları bayada Uygurlar yok olmaydı. Bu olmaydı. İkinci çoğun tedbir, biz de hazır Uygur ana tilini çıkarttığımız ballara ders eğitivattığımız, bunun suatkalar nayetecek bu ondan iş. Lekin onun akıdın, bu şimdi qo'llab beradigan bizda yaxshi kitoblar yo'q.
bir Uyg'ur mening Uyg'ur til savodim chiqdi deyish uchun kam deganda 10 romanni o'qib bo'lish kerak. Ana ashunday yaxshi roman bizda yo'q. Men Uyg'ur oliy tarbiyasi programmasiga atab bir 300 necha kitobni tanladim. Bu 300 necha kitoblarni shu 300 necha kitoblarni agar biz Uyg'urchaga to'liq tarjima qiladigan bo'lsak, buning ahamiyati nima bo'ldi deganda chet eldagi Uyg'urlarni saqlab qolgan bo'lamiz. 300 kitobni Uyg'urchaga tarjima qilsak, chetda yashayotgan Uyg'urlar assimilyatsiyadan saqlanadi. Shunga mushu masala kelganda meniki hozir o'ylayotganim va ta'kid qilganim ziyolilarga, Uyg'urlarga bu shu Uyg'urcha donliq asarlar 300 kitobni Uyg'urchaga tarjima qilishni bir jonli bir harakat aylantirib bo'ldi. Buning uchun biz tarjimonlarni yetishtirish kurslarini ochishimiz kerak. Eng muhimi bir tarjimonlarga mushundaq qalamga qilib beradigan bir foundation qurishimiz kerak. Mushundaq foundation qurib bu tarjimonlarni yetishtirishimiz kerak. Buni bir millatimizga bo'lgan eng muhim bir töhfə degan hisobda shuni mangdirsak bo'ladi. Xo'sh. Hozir mening bilishimcha chet elda 250 parchaga yaqin Uyg'urcha kitob bor, yozilgan kitoblar yoki tarjima qilingan. Mayli diniy, mayli boshqa sohalarda bo'lsin. Ammo bu xalqimizning kitob o'qimaslikdan iborat bu kesilni qanday tugutish kerak? Buningga bir qo'shimcha javob bergan bo'lsin. Ha, bugungacha bizning liderlarimizning yuqoridan tortib tuvangacha bir liderimizning og'zidan Uyg'ur ana tilini o'qinglar, Uyg'ur madaniyat faoliyatini o'tkazinglar, Uyg'ur kitob o'qinglar degan shunday savobli gaplardan birsini anglamadim. Bundan Uyg'ur xalqiga bir murojaat, bundaq liderlarni saylamayli, bunga saytganda millatga ko'yindigan, jamoatga ko'yindigan, bolalarning beshini silaydigan, cho'nglar asraydigan, eng Uyg'ur tilini o'rgatadigan, Uyg'ur madaniyatini rivojlantiradigan mushunday odamlarni saylar. Allah razı olsun. Bu xalqimizga berilayotgan nihoyat cho'ng bir bishorat va bir yo'l yo'riq hisoblandi. Men shaxsan qatlama. Buningdan keyin zodi har qanday davlat, har qanday shahar tashkilotlarda saylam elib berilsa, cho'qim Uyg'ur mahallesini qo'g'dashga kuch chiqarishni asos plan qilgan va ona tilini qo'g'dashni va buningga taraqqiy qildirishni kuch chiqarishni asos plan qilgan liderlarni saylayli. Bo'lmasa bunda liderlarni saylamay, hem de onu biz hozircha dağ qasanmasaqmı albatta bijanga qo'yib haqiqiy, ya'ni xalqimiz uchun bunda jon suyi bo'lgan, ya'ni bizni haqiqiy qutuldira oladigan projelarni izlaydigan liderlarni saylashimiz kerak. Albatta xalqimiz Alloh xolis bundan keyin ko'zini ochadi deb o'ylayman. Kim kendidan boshlab mangsa qo'ydek ketaveradigan holatni mangsak 80 yildan keyin biz yo'qaydi ekanmiz. Ya'ni bu bir mandaqlar ağzımızda deyilip kılavatkan gap emas. Doktor Qahar Barat efendim alim. Yani bu 30-40 yıllık tecrübenin, ilimnin, ügengellikninki bir öykü kamanıp minglarca kitabını okugandan keyin çıkargan bir yakun qarindoshlar. Onun için bu sözler herkesmi mandaqlı qulqimizdan kirib, aqlqimizdan chiqib qolmasin. Bu şuarni, yani bu liderlarni saylashda, buningdan keyin liderlarga ergishishda cho'qim zaten men burundan tanqidlab kelayotgan masala nima uchun mayli hurmatli liderimiz Isa Yusuf Aliptikin bo'lsin va mayli uningdan boshqa uning keyindan izbis mangan liderlar bo'lsin, bu pullar yig'ilyotidi, hajlanyotidi. Nima uchun mayli Yevropada yoki Turkiyada bo'lsin bir Uyg'urlarning markaz o'ltiraqlashgan bir mahallasiga rasmiy silinmadi, pul hajlanmadi degan savolni burundan ba, inşallah bundan keyin cho'qim tashkilotlarni diqqat qilib deb qarayman. Yaxshi gaplar bu şey. Endi men hozir kalam bir narsa kelyotdi. Mushu kitob tarjima qilish o'ng'ay ish emas. Masalan, mushu vatan vaqtimizda biz mush Divan lug'at turkni tarjima qilganda, mush Divan lug'at turk asli arabcha yozilgan kitob. Mush arabchani yaxshi biladigan bir olim topamidik. Ahmet Ziyayin akeldik, onu yetiştiremeyenden keyin Abdurrahman'dan bir adam tep geldik. Aşındak qilib bütün Uyg'urlar ichida mushu Divan lug'at turkdagi arabchani to'g'ri yechib bera oladigan aran bir adam topdik. Undan keyin 24 tarixining o'rta Osiyoga doir qismini tarjima qilaylik dedik. Buni tarjima qilaylik desak, bütün Uyg'urlar ziyolilarning orasidan shularni tarjima qilishga kuchi yetgidek odamlarning nihoyat ozligini his qildik. Shu chog'larda biz Mao Zedongning she'rlari, Zo'ravaqtga tush, Suv bo'yida degandek Xitoyning klassiklari mushlarni tarjima qilishga
endi Uyg'urlar ichidagi eng esil tarjimonlarni yig'ib bu tarjimonlar deganlar 30 yillik shunday tajribaga ega tarjimonlar ashlarni aran yig'ib bir 10 dak adam shunday tarjima qilganda endi biz mushlarni qildik qilganda shu bizdagi bu tarjimonlikning naqadar muhimligini va bu kishining naqadar ojizligini biz shundan bildik. Endi real ahvolda bu chet elda ham Uyg'ur jinin boqamay Kur'an to'ylab qolmay shunaqa yotgan vaqtda 300 kitob qanday tarjima qiladi? Kimning vaqti bor? O'tirib kitob tarjima qilgan. Men shuni hozir o'yladim, shu bir tarjima fondini qurib chiqsak. Men ertaga men bir chaqiriq yozay, fondini qurgan shu ish qilib Uyg'ur ziyolilarga bir murojaat, mush fondiga qatnashib, o'zimiz shu butun dunyodagi Uyg'ur hukumat o'rinlaridan, bu kompaniyalardan va shaxslardan pul iona qilib, shu tarjima qilaman degan eski tarjimonlarimizga, yangi tarjimonlarimizga biz qalam haqqini beraylik. Bunda aytganda, hozircha aytganda bir betini kam deganda shu bir betini tarjimasiga $10 kam bo'lmasin. Shunda qilganda bu emgega loyiq shunday ish bo'ladi. Allah razı olsun. Men şahsen Uyg'ur qarindoshlik studiyasi nomidan hozirdan tatib qo'llayman buni. Agar bundaq bir fondni qurish planlari bo'lib qolsa, chunki men qarindoshimiz yozibdi, bu to'g'risida planlaringizni tafsili so'zlab bersangiz deb yozibdi ekan. Sizlar shu kitob tarjima qilish masalasida bu tunji qitimliq planni shaxsan men tunji qitim bu programmada deyapmiz. Shaxsan men qo'llayman va men shu tashviqotini butun men qilib berishga rozi bu fondiningki inshaalloh. Allah xolisa bu planlarni chunki taxminan endi mening o'ylaydiganim fondiningki xizmatchisi 3 odam bo'lishi kerak. Xo'sh. Undan keyin fondiga 3 nazoratchi bo'lishi kerak. Bizga 6 odam kerak. Endi bu nazoratchi degani endi uni board deymiz. Bu nazoratchilar asosan yeshi cho'ng bo'lgan, pensiyaga chiqqan, chiqadam bizningki koni ziyolilarimiz, qadim cho'ng ziyolilarimizdan bo'lishi kerak. Ular xizmatimizni mana shu jiroqdan turib nazorat qilganga mas'ul bo'ldi. Endi ma 3 fondi jamiyatining 3 a'zosi cho'qim Uyg'urlarning qalami kuchli, yaxshi ziyolilardan bo'lishi kerak. Bu yerda tarjimonlarni tepish va yana tarjimonlarni tarbiyalash, ya'ni tarjima metodi, so'zlarni qanday tarjima qilish, mush haqida tarjimonlik kurs. Bu yerda ayrim bir yer yig'amsaqmi, tor orqali tarjimonlik kurslarini bizning tarjimonlarni yetishtirsak bo'ldi. Ham bu yer tarjimonni bizde tercüman yok. Bütün bu chet eldan chiqqan Uyg'urlarning hammasi tercüman. Bir ish bizde tarixchi yo'q, hamma Uyg'ur tarixchi. Biz tarix qarab tarix yozganlar tarix o'qiganlar emasga. Men yozuvchi deb yozganlar tarixchi bo'ldi ekan. Tercümanlarmi tug'malda tercüman bo'lmaydi ekan. Men shuni tercüm qilaychi deb qo'li qalam olgan tercüman bo'ldi ekan. Endi biz bir fond qursak, mushundaq iroda bog'langanlarni bir yerga yig'ib, hozir to'rda yaxshi bo'lib ketdi. Bir-birimizdan paranglashib, undan keyin ma'lum so'zlarning tarjimasi kelgan chog'da bizning kuchimiz yetmasa, tarjimonlarimizning kuchi yetmasa, millatga tashlab beramiz. Mushu sizlarning radioga tashlab berib studiyaga torbatlik tashlab kutib Uyg'ur millati boshqa tursin. Ma so'zni qanday tarjima qilamiz? Ma'ni bunday desak bo'lamdi, bo'lmamdi deganda. Mushundaq hamma yoqdan tan kuch chiqarsak, biz mushundaq bo'ldi. Shunda qilganda men endi yana bir murojaat mushu Uyg'ur ziyolilari bo'limi qalbi yaxshi yoza oladigan yosh kuchli ziyolilarning mush ishga aktiv bilan qatnashishini talab qilaman. Bu yerdagi tarjimada ham meningki shu jarayonni bundaq bo'ladi. 200 kitob buni tanlab bo'ldik. Bu buni balki men ancha-muncha buni o'zgarishi mumkin, lekin 99% mushundaq bo'ladi. Mush kitobdan xohlaganni har qanday bir Uyg'ur 3 kun o'tirib tarjimani qilaverish kerak. Agar bizning kelgusi quriladigan tarjima fondiga o'zini bog'laydigan bo'lsa, inshaalloh biz unga imkon qadar qo'li topgan jiqqan pulimizni qarab turib tarjima qilib beramiz, yordam beramiz. Undan keyin kasbiy jihatni aytganda biz to'g'ri orqali shu qiyinchilik so'zlarni tarjima qilolmagan so'zlarni biz tarjima qilish beramiz. Shundaq bir-birimizni yo'lash orqali bu ishni shundaq qilamiz. Shunga ziyolilarga yana bir qatim, yoshlarga yana bir qatim murojaat, shu kitobni Uyg'urchaga tarjima qilaylik. Agar bu 300 kitob Uyg'urcha tarjima bo'lmasa, bizning Uyg'urimizning ahvoli chatoq. Bu millatni qutultirishning bir tadbiri.
Nima uchun bu 300 kitap deysan desa, bu 300 kitap dunyodagi 13 million kitap ichidan her qaysi 300 dan ortiq har qaysi davlatlarning nashriyat, tadqiqot, akademik organlari to'plagan dağlıq kitapların ichidan yana dağlıq qilib ilg'ab chiqargan eng asosligi Nobel mukofot komiteti bilan Norvegiya bu klub degan komitetniki chiqargan asos qilib turib, mushu asosda chiqqan ming kitobning ichidan yana qisqartib 372 mushunaq tushadi. Endi tushamaymiz. Mushu 300 kitobning agar Uyg'urcha tarjimasi maydonga kelsa, Uyg'ur tili dunyodagi 0.1% madaniyatli tillarning qatoriga kiradi. 0.1%. Dunyoda 7000 til var. 4000 tilning yezig'i var. Şu 4000 tillarning ichidagi 0.1% til mushu kitoblarning tarjimasi var, qolganlari yo'q. Agar Uyg'urcha tarjimasi bo'lsa, biz shu madaniyatli tillarning qatoriga kirkitimiz. Men bir qor selishtirib baqdim. Ruscha, amaliyotda fransuz, inglizcha, germancha, yaponcha to'liqkan, ammo ruscha qarasam biroz kam. Xitoylar hozir nihoyat tez tarjima qilyapti. Koreyaning nihoyat tez. Endi burun turklar diqqat qilib ketdim, turklarning tarjimasi xeyli jiqkan. Bu kitoblarning ichidagi turkcha tarjimasi. Ashlardan qaraganda 100 numar olganlar inglizcha, fransuzcha, germancha, ispancha. Undan keyin 90 numar olganlar xitoycha, yaponcha, ruscha, shunday. 80 numar olganlar turkcha, shunday ketdi. Hamda Uyg'urlar bizni hozir qancha bu kitoblarning qanchaligi tarjimasi bor, men o'qimayman, lekin nihoyat oz. Shunga mush ishqa bir ko'pchilikning shunday ovoz qo'shishini, mag'itimga diqqat qilishinglarni umid qilaman. Allah razı olsun. Elbette dikkat qilamiz. Çünkü bu yani uzun gapning qisqasi, sizlar ko'chada yurib, xalqdan anglab olib, mundaq bir qilgan shaxslar emas. Harvard Üniversitesi degan, Yale Üniversitesi deganlar bir odatdagi universitetlar emas, shu yerda dars o'tib, hayotinglarninki 40-50 yilini kitobga, ilmga, tadqiqotga, tajribaga bergan shaxslar. Agar sizlarninki so'zinglarga diqqat qilmasak, albatta biz o'zimiz zulm qilgan bir millat bo'lib qolamiz. Ilmi diqqat qilmadik zodi. Ilmi olimlarimizning qadrini qilmadik, ilmi ilim ehlining qadrini qilmadik. Chunki ilim ehlilar ayni zamonda o'zini nihoyat buzib oldi, mukinib oldi, ko'milib oldi, qilmadi, etmedi. Uning uchun millatmi bugungacha ilim ehlarini tanimadi. Shuning uchun qarindoshlik studiyasi bütün ilim ehlilerini qezib chiqqil unmaganlarni yaqısdan tatib ichiqib, hech bo'lmaganda qalbidagi so'zlarni ilib olayli deb nim qilyapmiz. Allohning rahmati bilan doktor, professor ilim ehlilerimiz aktivlik bilan chiqyapti. Ammo yanalam shu mumkin olgan fursat saqlayotgan olimlarimiz az emas. Facebookga ikki qiz gapni yozib qo'yib olimlik qilayotganlar az emas. Amaliyotda bek cho'ng o'qigan olimlar İnşallah Allah insaf berse ularni chiqib o'zininki mushundaq fikr, mushundaq planlarni o'tirib qo'ysa, biz cho'qim diqqat qilishimiz kerak. Shaxsan men qo'llayman. Alloh rozi bo'lsin. Biyat qarindoshlarimiz yozayotdi, sizlarga rahmat aytayotdi. Allohdan uzun umr, muvaffaqiyat tilayotdi. Inkas yozayotgan qarindoshlar intayin ko'p. Olimlar qaysi soatdan kelib chiqqan bo'lsin, o'z soatini to'g'ri o'tirib qo'yishi Qar Barat akamizdek dadil bo'lishi kerak debdi. Uningdan keyin bir qarindoshimiz debdi-ki, Qar Barat aka bugun dadillikda ba'zan liderlarni, demak cho'g'ini shu o'xshaydi, liderlarni tanqid qildingiz. Bulardan endi gap eshitadigan ishlar bo'larmi deydi. Ya'ni masalan bir fikrni o'tirib qo'ygandan keyin, bir projani o'tirib qo'ygandan keyin yoki ba'zi liderlar va yoki teşkilat başlıkları tanqidga uchragandan keyin ulardan kaltak yeydigan, ulardan tanqid işte hujum uchraydigan ishlar bo'ladi. Agar sizga biroz hujum qilib qolsa, siz qanday qilasiz masalan mushundaq dadil fikrlarda? Birinchisi millat o'lyapti. Xo'sh. Liderning kaltak emas, 10 odamning kaltak beshimiz tushsinmi, millat o'lyapti. Biz so'zimizsak bo'lmaydi. Bu bizning mas'uliyatimiz. Xo'sh. Ikkinchisi, biz mushu ishlarni bizdami bor? Mushu vaqtida bu lider deganlarga tushuntirish, bildirish mas'uliyati bizdan bor. Masalan, bu liderlarning ismini atamayli, lekin bu liderlar xuddi hammiz o'tag'anlar boshqalarga o'xshash Uyg'ur tilining naqadar muhim ekanligini,
Uyghur cemiyetini birleştiriş, Uyghur arallarını kuruşunun ne kadar mühim ekanligini, Uyghur medeniyetinin bizning saqlab qolish, hayot saqlab qolishimizdagi rolini ne kadar mühim ekanligini tushungichilik bir vaqtim bo'lmagan. Ular inqilobchilar, ular siyosatchilar, ular o'z ishi bilan band bo'lib ketgan. Bularni tushuntirish asli bizning mas'uliyatimiz. Shuningdek, bir hisobda aytganda ulardan xafa bo'lsaqmi bo'lmaydi. Lekin endi nem bo'lsin, yaxshi gap anglayli, yomon gap anglayli, bu xalq bizning millat hozir tugishlik bordi. 2-3 avloddan keyin biz bir ish qilsak tugaymiz. Shunga Uyg'ur mahallallarini, Uyg'ur arallarini cho'qim qurayli. 300 kitobni cho'qim tez orada tarjima qilib qo'yaylik. Allah razı olsun. Bu nəhayət mühim plan projelerinin birisi oldu. Çünki bu tilni yo'qotib qo'ysak, deganimizga o'xshash o'tgan qitimda Mehmet Minala efendim bilan Uyg'urlarning psixikasi to'g'risida paranglashdik. Bu til bo'lmasa insonda, ya'ni Uyg'ur tilida so'zlashmasa bu psixikmi avtomatik o'zgarib ketadi ekan. Qaysi millatning tilida so'zlashsa, buning qanday qaraysiz? Ya'ni masalan, bir odam inglizcha so'zlab cho'ng bo'lsa, bir Uyg'ur bolasi, u inglizcha mijoz bilan cho'ng bo'lib qoldi ekan. Bu to'g'rimi? Men bolasının ana tilini terbiyeleşki dikkat qilmagan ota-onalarga men ma'nosini deb beray. Agar sizlarning balanglar 15-20 yoshgacha Uyg'ur tili chiqmaydigan bo'lsa, birinchisi bundaq ota-onani hurmat qilmaydi. Og'zida dinisimi ichida hurmat qilmaydi. Hech qanday qaraq bo'lsak, o'rtaq tili yo'q, mundaq bir immigrant ko'chman kelgan bir quloq oila deb ota-onani hurmat qilmaydi. Biz boladan shundoq arimiz. Shundoq tug'ib, cho'ng qilib, oshdan yegizib, sut berib, cho'ng qilgan bolamizdan 15-20 yosh kirganda shundoq arilib ketamiz. Bu xuddi bizning yosh chiroyli yigitlarimizni Xitoy turmaga kirib ketgandek ish. Bunda ish. Ikkinchisi, bu Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur tilini chiqarmagan yosh bolalar Uyg'ur millatini hurmat qilmaydi. Balki chunki ular Uyg'ur millatini bilmaydi. Ularning nazarida albatta ular o'qigan maktab, o Yevropa, chet el, har qanday yerlarda, har qanday davlatda shu madaniyatning parlaq narsalarni ko'rgan bo'lg'achqa bizni bir qaloq deb shunday hisoblaydi. Shuning uchun bu tilni yo'qotgan bolalarningki psixologiyasi oshib. Rahmat, Allah razı olsun. Til masalasida men buni jiq diqqat qilmoqchi ekanman. Albatta Uyg'ur tilini o'qish, o'rgatish kerak deb o'ylab ketib ekanman. Bir yerga mehmonga bordik. Qarindishimizning bir qancha bolasi bor ekan. Şunun içinde 2-3 balası, şu yer tug'ilgan bolalari Uyg'urcha gap. Biz Uyg'urcha yaxshimisan, assalomu alaykum, yaxshimisan, qanday ahvoling deb so'radik. Bola yaxshi deyishga biroz tipirlab qoldi. Undan keyin qanday nag mangdinglar, nima ish qilyapsizlar desak, qat'iy javob berolmay, bola beshini tatilab, qizirib, tatirib, shunda xijilib ketdiki, dadasimi xijil bo'ldi, bolasimi xijil bo'ldi. Men ashayda bolasininki qanchalik azoblanganligini bildim va u bola men bo'lib qolgan bo'lsam, cho'qim cho'ng bo'lganda ota-onamninki yoqasini tutishim mumkin deb o'ylab qoldim. Sen menga nima uchun Uyg'urcha o'rgatmading? Ya'ni bu chunki bola chet elliklar bayat yashab ketsa mayli, ammo agar Uyg'urning qishig'i kelib qolsa, Uyg'urcha so'zlayolmasa intayin numus qildi ekan, numusdan o'ladi ekan. O'zi Uyg'ur, ammo Uyg'urcha so'zlayolmaydi. Bu qattiq o'ng'aysizlanadigan, nihoyat cho'ng bir miyib, ya'ni til miyiblik ekanda bu hisobda. Shu vaqtda men bu Uyg'ur tilining naqadar muhimligini, hatto siz degandek, hatto bu jinoyat desak qanchalik to'g'ri keldi bilmayman. Uyg'urchani bolasiga o'rgatmagan ota-onalar haqiqatan gunohkor ota-onalar ekan desam bo'ladi ekan. Desak bo'ladi ekan yani. Shaxsan bu mening ko'z qarashim. Alloh rozi bo'lsin. Bir qarindishimiz yozibdi. Qanchalik gerçek samimiy uni Alloh qo'ymiz, faqat yozg'iniga hozir ishinib turishimiz majburmiz. Agar bundaq bir fond qurilib qolsa $1000 i'ona qilma debdi bir qarindishimiz, ismini tilga olmayman. $1000 i'ona qilaman debdi. Inshaalloh i'ona qilar. Albatta hozirdan tortib projemizningki mevasi ma'naviy bo'lsa-mu chiqyotdi. Mush so'zning o'zi nihoyat cho'ng bir javob. Demakki inshaalloh xalqimiz shunday projelarni qo'llaydigan bir xalq aslida. Siz degandek liderlik masalasi bek muhim ekan. Siz tarjim qilgan kitoblardami bor? Qo'yga yo'lbos podsho bo'lsa, albatta qo'ylar yo'lbos bo'ladi. Yo'lbos qo'y podsho bo'lsa yoki yilpizga deyli, kalima almashtirsak bo'ladi. Albatta butun yilpiz qo'y bo'ladi degan
mısraları var. Elbette bu Yusuf Qasacibninki mısraları deb o'ylayman, agar yodimda qolgan bo'lsa. Ya'ni liderlarninki ba'zan projelarda ketkizib qo'yganlik tufayli xalq iqtisodiy jihatdan qo'llamas bo'lib qolgan bu zamonda darhol samimiy, haqiqiy, jonliq projelarni, planlarni o'tirib qo'yib chiqib, xalqqa pul beradigan bo'lsak, ya'ni buning sponsor, yordamchi bo'lsak, bizning xalqimiz beradi buni. Inshaalloh beradi. Inshaalloh bu punktlar quriladi. Albatta bugun xalqning uyg'onishi bilan tashkilotlar uyg'onyapti. Tashkilotlar uyg'onishi bilan liderlarmi biroz uyg'onib, endi ishga tushib, hozir to'xtamay liderlarimiz xizmat qilyapti. Alloh rozi bo'lsin xizmat qilayotgan liderlardan. Inshaalloh qar barad akamizningki bu planiga cho'qim qiziqadi va qo'llaydi deb o'ylayman. Hatto bugun kechda telefon qilib debmi o'ylayman sizga. Haqiqiy lider bo'lsa sizga telefon qiladi. Telefon qilib, bu ishni qanday qilamiz deydi. Chunki sizning lideringiz u va ya'ni siyosiy jihatda oldimizda ketayotgan kishilar va siz o'tirib qo'yayotgan bu plan xalqni qutuldirib olishninki, ya'ni u kasalni qutuldirib olishning asosliq dorilardan birisi. Ya'ni oldimizda bir o'layotgan bir inson bor, yurak kesli. Buningga birla doğru ketadi ya ikki tal doğru ketadi. Bu doğruning birisi din, birisi til dedik bu yerda va madaniyat, kultur uchinchisi hisoblansaqmi? Chunki din, men bir din o'qigan bir kishi bo'la sifatim bilan din shu millatning tilini, madaniyatini, urf-odatini qo'g'daydigan asosliq turtkichi rol. Shuning uchun bizningki dinimizda Alloh Qur'ondami biz sizlarni وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا deb bizlarni qabila, millat bölük qilib biz yaratdik deb Alloh taolo bizni millat qilib yaratgan. Hech bir inson o'zi Uyg'ur bo'la olmaydi. Har inson kafir bo'la oladi, Yahudi bo'la oladi, Xristian bo'la oladi, Budist bo'la oladi, ammo Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Xitoy bo'la olmaydi. Alloh ishda yaratganda buni. Xo'sh, so'zimni yig'inchoqlasam, inshaalloh liderlar bundan keyin bu ishlarga cho'qim dasmiy soladi. Buni ko'ngil bo'lib deb o'ylayman. Qarindoshlarimiz sizningki fikrlaringizni qo'llab yozyapti. Liderlar siz va bizni chaqirib saylov o'tkazib saylanish shunday qilamiz. Ammo liderlarimiz o'zini o'zi saylab olib bordi deganlar bor ekan. Undan keyin Abdulniy Sobit qarindoshimiz debdi, agar bu punktga siz bosh bo'lsangiz yoki bu tashkilotga siz bosh bo'lsangiz men birinchi a'zosi bo'laman debdi. Unda yana bir qarindoshimiz Abral Tog'lar degan qarindoshimiz arabchada tarjima qiladigan ish bo'lsa, men kuchimning yetishicha haqsiz xizmat qilishga tayyor debdi. Albatta Alloh rozi bo'lsin bu qarindoshlardan. Chunki yaqinqi zamonda o'zingiz bilasiz, Misrdan kelgan minglarcha arabcha o'qigan qarindoshlarimiz nihoyat ko'p, yuzlarcha rasmiy arab tilini rasmiy pishiq biladigan qarindoshlarimiz bor, Turkiyada o'qiyotdi. Hatto Gollandiyaga 20 oylik Misrdan kelgan qarindoshlarimiz asosiyatdan hammasi arabcha biladi. Kelib hozir men o'qiyotdi. Demak, arabchadan tarjima qilgan kitoblar bo'lsa-mu, Alloh xolisa bunga jiddiy bir tayanch kuch bor demoqchiman. Bundan boshqa qarindoshlarimiz nurg'un inkoslarni yozadi. Biz yana paranglashqach inkoslarni o'qisak. Xo'sh. Ya'ni tilimiz o'zgarib ketib qolsa, masalan, Gollandiyadagilar, Uyg'urlar Gollandiyacha so'zlaydigan bo'lib ketib qolsa bolalarimiz, bizning bolalarimiz Gollandiya xalqining mijozini o'zlashtirib olamdi. Ya'ni Gollandiya xalqidek urf-odatga, mijozga ega shaklda cho'ng bo'lib qolamdi. Ya'ni buni abay chiqarib bo'lgan bo'lsak, yana buni qaytadan bir so'rab qo'yay, chunki kundan kuniga eshityapti hozirmiz Gollandiyadami gollandcha so'zlaydigan, ammo Uyg'urcha so'zlamaydigan bolalar. Yani o 80 yıldan keyinki Uygurlar, ameliyatda 80 yıldan keyinki Uygurlarni hozir ko'ryapmiz. Konu Uygurlar dedik, mesela Arabistan ketken, Avrupa ketken, ama balisi şu Arap bu ketken, balisi İngiliz bu ketken, balisi German bu ketken, muşundaq aileler var. Aşılarının ahvalini mesela menden sorğandan göre dal bevosita aşu adamlar bilan paranglashib baqsanglar, shu odamning chiroyiga qarab baqsanglar, shularga bir salom alaykum deb baqsanglar, ularning biz kelgan 80 yildan keyin bizning qanday qoldig'imiz
Ana shu. Allah razı olsun. Bir qism tarixiy shaxslarimizning tarixini qayta yozib, ularning g'uvalishib ketgan obrazini ochiqlab, ularning jangovar obrazini avlodlarimizning mengisiga qo'yishimiz kerak. Shundaqla ularningki kallasini egilib olgan chetning dangdor shaxs obrazini o'zligidan chiqib ketadi. Milliy iftixorimiz qayta uyg'onadi. Bu millatni uyg'otishdan oid yadroliq kuch deb yozibdi bir qarindishimiz. Ya'ni bu kitoblarni tarjim qilib chiqsak, o'zimizningki yozuvchilarning kitoblari qilinmasa masalan, ya'ni bu 300 kitob hamda qaysi davlatning yozuvchilari va yoki Uyg'urlar bormi shuning ichida, ya'ni bu xalqimizga bularning madaniyati singdirilgandek bir avval bo'lamdi bo'lmamdi. Ya'ni bu tuyuqsiz meniki Allohim kelib qolgan bir savol bo'lib qoldi. Ya'ni kitob bizni qaysi jihatdan, ideviy jihatdan tarbiyalaydi? Savol bu. Hamda ma'u birinchisi unutib qoldim, ikkinchisi kitob tarjimasi haqida dedik. Bu 300 necha kitobning ichida Uyg'urcha kitob yo'q. Yo'q. Masalan, Sa'diyning Bo'ston bor, Jaloliddin Rumiyning bor, anchalarda ulama oz. Endi arab farsnikini aytdi bir nechalar. Asosli ya'ni shu nima Yevropa madaniyatini asos qiladi, kitoblarni asos qildi. Bundan boshqa aytdi Latin Amerikada, Afrikalarda aytdi dahshat cho'ng ta'sir qilgan bir necha kitob buning ichida bor. Ham bu kitoblarningki bu oliy tarbiyaga programmasiz kirgizilgan kitoblar. O bir yurish, ammo Uyg'urcha kitoblar yana bir yurish. Bu ikki yo'lga qarab mangdigan narsa. Oliy tarbiyaga kirgizilgan bu kitoblarning bir xususiyati, birisi bu 90 ming elgakdan chiqqan. Ikkinchisi bu kitoblarning tarbiyaviy ahamiyati biz odat degan bu kitoblarni qaraganda necha yuqori. Shunga bu 13 million kitob ichidan tanlanib chiqqan 300 kitob. Buning hech qaysisiga biz nim qilmaymiz deb tuvan baho qo'yamaymiz. Biz buni 330 xalqaro tashkilot tanlagan tizimliklarning ichidan yana tanlab, uningdan mingga tushirib, oxir 300 ga tushagan. Shunlashqa bu kitoblar jiq Allohdan o'tgan. Ham bu kitoblarning bir xususiyati nima desa, bu kitoblar o'zininki jalb qilish kuchi nihoyatda kuchli. Bu yerda biz Uyg'ur tilini qutuldirishga bu kitoblarning nima roli bor desak, bu kitoblar o'zi nihoyat esil kitoblar bo'lg'ashqa. Her bir Uyg'ur mushu kitobning har birisini o'qib chiqsa, yangidan bir odam bo'lib chiqadi. O mushu kitoblarning ichida 10 ni o'qib chiqsa, 10 qatim yangi odam bo'lib chiqasiz. Shunga bu kitoblarning ichidagi bu mafkura, fikr, tafakkur, filosofiya, ideya, san'at, uslub, mushlarning hammasi nihoyat yuqori darajaga ega kitoblar. Shunga biz bularningki Uyg'urchasi bo'lsa, eng muhimi Uyg'urlarni, bolalarimiz, savod chiqqanlarni shu kitobning ichiga jalb qilishga nihoyat foydasi yo'q. Demak, bu yergi narsa biz qo'limizdagi hozir chiqqan Uyg'ur kitoblarda bunchalik jalb qilish kuchi yo'q va bunchalik oliy tarbiyadagidek quvvatli yo'q. Bu faqat bizning qo'limizdagi Uyg'ur kitoblar, bu kitob dengizning aram bir tomchisi. Ma'u nihoyat tanlangan esil kitoblar. Buningda ikki narsa bor. Birisi, mush kitoblarning hammasi Uyg'urchaga tarjima bo'lib bo'lsa, sizlar bilan biz bundaq o'tirib paranglashmak, Uyg'urlarning madaniyat saviyasi, bu fikr usuli, bilim saviyasi bir Uyg'urlarda bir inqilob paydo bo'ladi. Agar biz mush kitobning kam deganda 10 ni tarjima qilib chiqarib olsak, mush qaharkam rost debdi deysizlar. Mush kitobning tarjimasi 10, mushning ichidan 10 ni oldidan tarjimasini chiqarib Uyg'urlar o'qib bo'lsa, ichida qanchalik g'ol chiqadiganligi, qanchalik cho'ng o'zgarish qildiganligini shundan siz aylaysiz. Agar 300 chiqib ketadigan bo'lsa, biz dunyodagi 0.1% madaniyatli millatlarning orasiga kirib ketdik. Bundaq muhim narsa. Bu bizga ig'ir ish emas, valloh. Biz bir funda quraylik, mush kitoblarni tarjima qilaylik. Bizning orsimizda tarjimon yo'q. Tarjima qilaman deb qo'li qalamaga Uyg'urning o'zi shu tarjimon. O'gitish bizdan. Biz kursni ochimiz, qiyin gaplarni o'gitimiz, tarjimani qanday qilish haqida muzokaralarni qilamiz. Biz bir mushunaq ish, biz mushunaq bir savobli, ahamiyatli millat foydali bir ishni biz mushunaq ib bormiz. Hem bu yerda Uyg'ur tili, o'zimizning Uyg'ur til adabiyot masalasini ilg'agansak, masalan Uyg'urcha, o'zbekcha mushunaq madaniyatimizga tushadigan yaxshi kitoblarimiz bular bor. Bunchalik kitob o'qigan bizning ziyolilarimiz hargiz Uyg'urning bu o'tgan kunlarni, nima izni,
bu qandaq o'zimizning kitoblarni yada qo'ymaydi, buni o'qib ketadi, bundan nuqson qildi. Albatta buningga biz yanda qo'shib, yana tarjima qilish tegishli esil arab, faris kitoblari va turk kitoblari va turklarning kitoblari. Mana shunday bor. Masalan, 300 kitobning ichiga Turkiyaninki Orxon Pamukmi kirmabdi. Yaşar Kamalmi kirmabdi. Rishad Go'ntigimi kirmabdi. Mushlar turklarning eng oldi esil yozuvchilari. Demak, shular texi shart to'shmagan yerda, demak, ma kitoblarning qanchalik kuchligini bilsak bo'ldi. Ammo bu 300 ni tarjima qildik degan bilan a kitoblarning tarjima qilishimiz kerak. Ularmi nayt esil kitoblar. Shunga mening qaqshab ketadiganim 300 ming kitobni 300 kishagachilik nurg'unjiq qon to'kishlar bo'ldi degan. Sabab nima? Shu yaxshi kitoblar shuncha kiramay qoldi, chunki uningdan yaxshilari o'tiribdi. Allah razı olsun. Bu Orxon Pamuk ve şu Yaşar Kemal degan bu kishilarninki kitoblarimi kiranmagan bo'lsa, undaqda bu 300 kitob alohida kitob deyish bo'ldi. Men shaxsan bu Mehmet Avaq romanini o'qib chiqqan ayni zamanda. Demak, ular xalqaroliq danliq mashhur yozuvchilar. Ularmi kiranmagan bo'lsa, albatta bu nayt muhim bir masala ekan. Bu yerda qarindishimiz debdi Amerikada pul elayotgan, ya'ni Amerikadan iqtisodiy manba elayotgan xalqaro Uyg'ur qalamkashlar jamiyati bu ishlarga qanchalik bosh qotdi, qanchalik buningga bir xizmat qildimi, buningdan xabaringiz bormi deb so'rabdi qarindishimiz. Buningdan xabarlar bormi xalqaro Uyg'ur qalamkashlar jamiyati? Yo'q, Uyg'ur qalamkashlar jamiyatidan xabarim yo'q. Allah razı olsun. Xo'sh, undaqda vaqtimizni bir yerga berib o'tdi. Bu bizning hozir toza muzokara qilayotgan temamizga asosan yaqin gap bo'ldi. Oqshom men kechida o'tirib yozgan bir yarim bayt bir maqolamni, bu bir pishmagan maqola. Mana hozir sizlarga o'qib beray. Xo'sh. Bu maqolaning ismi Til, madaniyat va din. Hem bu fikir eliş nüsküsücümü öz emas. Şuna koşulmağa hatayalar olsa anlağanlar mümkünler. Okudum ha. Uygur milleti bir üç putluk vaza. Til, medeniyet ve dinimizin birisi kan kalsa bomaydı. Ve her kaysısının rolü başka. Uygur tilinin İslam bilen ziddiyeti yok. Çünkü til bir alaka vasıtası. Uygur tili bilen Uygur medeniyeti bir tukkan. Ular birli yaşap, birli ölüdü. Assimilasiyanın jarayoni mundaq. Avval tilini yo'qotish, uningdan keyin madaniyatini yo'qotish, oxiri dini bilan qilish. U chaqda biz manjolardek muzeylardagi asar atiqa va sahnalardagi o'yinlarga aylanib qolamiz. Biz bir musulmon xalq. Yiqilsak Allohning alqiniga tushamiz. Shunga bizning manjolardan farqimiz oqibatda bir yangi tunganlarga aylanib qolamiz. Bu yerdeki bir sual, tilimizni İslam saqlab qolamdi yoki Uyg'ur madaniyati saqlab qolamdi? Uyg'ur tili dastlabki qadamda islom dini va Uyg'ur madaniyati bilan tirik turdi. Tilimiz yo'qolayotgan bugungi kunda islom dini Uyg'ur tilini saqlab qolish uchun qattiq kurash qildi. Ammo u yo'l bilan saqlab qolamaydi. Bizga yana madaniyat kerak. Ammo bizning liderlarimiz jamoatni tashlab etib şikayet kılışqa çıkıp ketgili 20 yıl oldu. Til ögünüş ve medeniyet faaliyetlerine ilgi çıkmay yetiştiniz. Bu üç kişinin içinde en acizi Uygur medeniyeti. Uygur tilini bir ailimi saklap kalalaydı. Ama Uygur medeniyetini saklaşka bir cemiyet getidi. Bunun için çetellik Uygurlar öz aldığı birden güçlük Uygur arallarını kuruş gerek. Bu yerkegende Arap İslam medeniyeti toskunluk kılıp. Arap İslam medeniyeti bilen Uygur medeniyeti oturusunda cık dokunuşu var. Çoğun dinler kalak kabillerine onay düşüdü. Çünkü ularda karşılık göstergedek medeniyet ve maslışmen deydiğen avarcılıklar yok. Biz dilimiz Türk, edebiyatımız Paris, dinimiz Arap ve turmuş örf adetimiz Avrupalaşkan bir halk. Uygurların İslamiyet'ten ilgirki medeniyeti kuvvetli cık idi. Endi bu yeni medeniyet kelgendikin bu ikisinin o'rtasida qaysisini saqlab qilish, qaysisini tashlash bir ters ish bo'ldi. Uyg'urlar bir narsidi millat, chetni ko'rib boqmagan. Burun
2 milyon Uygur Namangan'a verip Özbek boğagan idi. Endi 100 bin Uygur çatıp çıkıp dürrüde Müslüman oldu. İstanbul'daki Türkler görüp hayran kaldı. Vancouver'deki bir dostumuz sizge dini bosulu bol deydi. Yalan din bilen yaşayılmaydı. Şu yögünüp Arapça yaşa etmekçi. Tügüdü. Allah razı olsun. Bu makale elbette bunun dinkin takım çok tesir kılgaydı dep oylayman. Çünkü bizde millilik bilen dini oturusudaki bağlanışını toğru el kılanmaslıktan ibaret. Bu nesini milli ziyalilerimiz biraz iç bir iş terişi oldu ama bizdeki din ademlerimiz, alim mollalarımız bu cihette ciddi bir halkka bu millilik degen mavu, dinilik degen mavu, millilik bilen dinilik oturusudaki bağlanış mavu aslında birbirini chetga qaqadigan. Çünkü millilikni yaratgan narsa din deb qarayman shaxsan men. O Alloh agar ishindag'anlar bo'lsak, Alloh dinninki manbini qurg'uchi bir zot bo'lgan bo'lsa, millatni Alloh yaratgan, urf-odatni Alloh yaratgan. Masalan, keyingi zamonlarda ham bu Peygamberimizningki masalan ba'zan sahobalarning o'zining millatining nomlarida Salman Farisi deymiz. Ve yak unudun başka nurgun sahabilen özünün milletlerinin namılları da atagan. Hazırgıça Arap dünyası nurgun çirkevla yani Yahudiler özünün dininde kalgan, Hristiyanlar özünün dininde kalgan, nurgun milletler özünün tıllarından kalgan. Arap Kur'an'dan ve hadisten hiç kanda bir yerde bir millet özünün tilini Arapçıga özgertiş gerek deydigan bir mi ayet, bir mi hadis tapamayız. Mesela Uygurlarga nokul nimqaysak, Uygurlar Müslüman boluş süpütü bilen Kur'an-ı Kerim'nin hükmü boyunca Uygur tilini taşlap yoki Arap sözleşiş gerek. Ya kitaplarını Arap çiziş gerek. Degen bir gapni tapamaymiz ama bizning olimlarimiz nemiş nim boldu. Meyli Mahmud Qashqari, meyli Yusuf Qasajib o'zining kitaplarını başka tillarda yazganken hem de o ayrım bir değişidigan mesele. Hem de ular takva Müslüman ama kitaplarını Arapça ve başka tillarda ve nurgun alim Uygurlarmı özünün kitaplarını Parisçe yazganken hem şu zamanda nemişler yüz berdi onu bilmeyimiz. Ama dinin özü de Arapleş deydigan bir cümle yok. Arapça işlet deydigan bir narsa yok. Eğer bop qalsa oturga chiqarsak bo'ldi inşallah. Rahmet. Bizning qarindoshlarimiz to'xtamay inkos yozyapti. Qarindoshlar intayin ciddi sizning so'zlarini anglayapti. Allah xos bu maqolalarninki pütüp chiqqan vaqtida cho'qim yana bir programmamizda o'tirib bo'z bir qancha olimlar bilan bo'lsa diniy olimlardan bir qanchani nim qilib men shaxsan mushu din bilan millilik orasida biz bir jipni faqatla bog'layolmayapmiz. Bugun shaxsan men ashta deb qarayman. Inshaalloh buni bog'lab o'talik bu biz uchun cho'ng bir g'alaba hisoblandi. Yana bir qarindoshimiz men $50 iona qilaman debdi. Agar bu nima qurilsa xo'sh qarindoshlarimizningki savollar bekjiq men hamman o'qib olmayman. Ba'zi qarindoshlarimiz tili bilan tefekkür ilişkisi bir-biriga çemberçes bağlangan depti. Onundan keyin Ana yurt romanı başka tillarga tercüme qilindimi depti. Kitap ilg'or bo'lgan bilan o'quvchining ideyasi, ya'ni shu millatning ideyasi kitap mos kelmasa tushunolmaslik kelib chiqamdi degan savollarni so'rabdi. Buna javob beramli bermamla uni men bilmayman. Chunki bek inkos intayin ko'p bugun. Uyg'ur madaniyatini, islomiyatni o'zi bo'lgan chiqib ketgan. Biz eng yaxshisi mush temani oxiri xulosalasak va uningdan keyin sizlarning ko'ngil so'zlarini ilib, uningdan keyin programmani taqab yana bir qitimliq suhbatlarda uningdan keyin qarindoshlarning savollariga javob bersak deb o'ylayman. Yana Uyg'ur xalqining tili 70 yil atrofida, 80 yil atrofida yo'qolib ketishi mumkin degan bir fikrni o'tirib qo'ylar chet eldagilarniki. Ama vatandagilar 100 yil deyli, masalan, agar diagnoz qo'yish to'g'ri kelsa, buningga milliy maktablarni ichish, Uyg'ur tilini taraqqiy qildirish va Uyg'ur mahallalarini taraqqiy qildirish, ya'ni barpo qilish degan buni bala. Uningdan boshqa bir chiqish yo'limiz bormi? Ya'ni uningdan boshqa bir izlaydigan bizningki strategik bir plan, boshqa bir
Biri ana tilini qo'g'dash va Uyg'ur mahallasi qurish deb ikki narsani chiqardik. Uningdan boshqa ko'rsatilgan maslahatlari yo'llari bormi? Shu men jiq o'ylashib, agar Uyg'ur jamiyati qancha % bolalarımizga Uyg'ur madaniyatini singdiradi. Yani bunu Uyg'ur mahallariga, Uyg'ur orollarga solishtirsak, Uyg'ur orollarininki Uyg'ur mahallarining roli nihoyat cho'nkan. Lekin bular Uyg'ur orollari, Uyg'ur mahallasi, Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur ana til maktablari faqat boshlang'ich darajadagi bir madaniyat. Ama bizga keragi butun Uyg'urlar shu 300 kitob o'qigan xalqaroning eng yuqori ilmiy madaniy qatlamida turib, nima qiladigan, tushunadigan, ishlaydigan, o'qiydigan, biladigan Uyg'urlar kerak. Bu Uyg'urlarni qutuldirib kelishning nihoyat bir muhim narsa. Shunga 300 kitobning rolimi, Uyg'ur orollarining roli ikkalisi mening hozircha eng muhim va tez tutish qilsak bo'lmaydigan ikki tadbir deb hisoblayman. Allah razı olsun. Bu planga kuch ketayotgan qarindoshlarni chiqayotgan qanchalik ijro qildi bilmayman. Hatta ba'zi qarindoshlar bir qancha qarindoshimiz yozibdi, biz maoshlarimizdan % ayirib buni bir ishga tushirishga qarorkamga bizim kuch qo'shsak debdi. Undan boshqa ba'zi qarindoshlar haqsiz xizmat qilgan bo'lsak debdi. Bir qarindoshimiz yozibdi, qarorkam ko'milib qolgan oltinkan bu akimizdan Allah razı olsun debdi. Yani sizlardek akalarimiz, olimlarimizninki her zaman ikranga chiqib, şahsen Uyg'ur qarindoshlik studiyasi bir televiziya quramam degan masala ustida uzundan beri izlanyapmiz. Aslında bizden 24 saat dünyada bütün jiq millatlarning, yani bugun xalqaroda xizmat qilayotgan millatlarning ko'pinchisining televiziyasi bor ekan. Bizning bo'lmagandan keyin sizlardek olimlarning so'zlarini nihoyat kam anglaydi ekanmiz. Hem bizde fikir çaçqınlığı bo'lganlik uchun o'ylanib turib, markazlashib turib fikrlarga diqqat qiladigan avval biroz tuvan bo'lganligimiz uchun masalalarga mundaq markazli qarayanmay hozirgacha chiqish yo'limizni topolmay namoyish qilamiz, yig'in ochamiz, akademik tashkilotlar ancha-muncha maktablarni yoki madrasalarni ichib qilyotdi, ammo yanalam vallada millatni boshlaydigan bir meş'al xarakterda bir chiqish yo'lini hozirgacha topolmayapmiz. Intayin asta bir aktivligimiz bilan bu yo'qolishga qarab ketyapmiz. Shuning uchun mana shunday konkret planlarni ishga oshirish sizlardek akalarimiz nihoyat kuch chiqarib bersa inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi deb qarayman. Sizning oxirgi ba'zi qarindoshlarimiz debdi bu programmani uzatgan bo'lsak debdi, ammo sizlarni charchab qoldilar, bundaq 1,5 soat 2 soatga yaqin bo'lib qoldim, shunday o'ltirishim tez bo'ldi ekan, qarindoshlarimiz buni his qilolmasligi mumkin. Oxirgi so'zlarni olsam, Uyg'ur xalqiga, Uyg'ur qarindoshlarimizga qandaq bir ko'ngil so'zlari bor? Undan keyin programmani yaratamiz. Eng oldi bilan bu Tajalli apamning shunday yaxshi bir programmani studiyani qurib chiqib, shu o'ziniki shunday aldirash xizmat qilmish, hayotmishlarni maqsaddan ajratib shunday natijalik bir ishni qilganiga nihoyat xushal. Bu albatta bizningki millatimizni madaniyat saviyasini echishga, millatimizni bilishga jiq foydasi bor. Shuning oldidan studiyaga rahmat aytaman. Yani Abayt'ın Tajalli efendim okup etti bir qancha qarindoshlarniki yaxshi fikrlarini. Ben shundan ko'ryapmanki, qarindoshlarimiz tushunyapti. İşinin muhimligini tushunyapti. Biz qilaydigan ishniki savobligini bilyapti. Shunga men buni aytdim, shu suhbatdan bir ilhom oldim. Hammasi bunday bo'lsin. Men bir oddiy izamniki shunday programmani, shunday bir fond qurish, tarjimonlik fondi qurishni bir narsani yezib chiqay. Onun için yana bir qatim ko'rishaylik shu nimada, shu studiyada. Buni el ochiq-oshkor e'lon qilay. Ko'pchilik ishqilib shu nima qilsin, fikr bersin, aktiv holda ovoz qo'shsin. Ham shuning uchun ham bu yerda deydiganim, yana birisi bizning qalamkashlarga, qo'l qalam bor Uyg'urlarga hozirdan mening beradigan maslahatim yoki iltimosim.
300 kitobning tizimligini Facebookda chiqarib oldik. Shular qarab turib biz yaxshi ko'rdigan, mushuni men qilay deydiganlarni qo'lingizga olib tarjimani boshlayveringlar. Biz mushuni qurib chiqayli. Sizlar bunchalik qo'llagan yerda, Tajalli apandining studiyasi bunchalik qo'llaganda mundaq bir fondni biz qurib chiqa olamiz. Bu mening qo'limdan keladi. Men mushuning loyihasini sizlarga chiqaray. Mushu bo'lsa mushu yil ichida bu narsani bir amalga oshirayli. Lekin Uyg'ur xalqiga, Uyg'ur yoshlarga, Uyg'ur ziyolilariga mening iltimosim hozirdan boshlab tarjimani boshlayveringlar. Ish qilib biz oxir sizlarni qo'llaydigan bir kuchga, bir darajaga, bir fondiga erishimiz. Rahmat. İnşallah Allah razı olsun. Ko'ngil so'zlari yanalam shu xizmatni tashabbus qilgan bo'ldi. Albatta shu kitob o'qishni tavsiya qilish yuzidan Uyg'ur qarindoshlik studiyasi bir qancha qatim mukofotliq kitap zihin sinash faoliyati o'tkazdi. Yaqinda oldimizda yana bir zihin sinash faoliyati o'tkazamiz. Undan boshqa yaqinda bir ma'lum bir organ ismini unutib qoldim, yodimga kelmadi. Shu mukofotli kitob o'qish faoliyati oldi 1000 TL oyog'i 700-500 qilib o'taq mukofotli nimsini Facebookda e'lon qilganligini ko'rdim. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Yani keyin qaytimliq suhbatda bu kitob o'qish nima uchun bizda keyinda qoldi va kitob nima uchun kitob o'qimaydigan bir millat bo'lib qoldik degan masalalarga yana sizlardan biroz konkretroq javob berishni xohlayman. Bundaqda bütün qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Qarkammi biroz charchidi. Yana bir qatimliq programmada inshaalloh ko'rishimiz. Albatta bu altın so'zlarni anglab qo'yibla biz sizlarni qo'llaymiz deb qo'yish bilan kifoya qilmaydi. Bu so'zlarni chet elda yashayotgan bütün Uyg'ur xalqimizga anglitishimiz kerak. Anglitish uchun bu ham bahrlash ko'nikmasini besish kerak. Taxminan meningki har bir qatimliq suhbatimni naq maydonda 4-5 ming odam, eng tövünni 2-3 ming odam izlab ko'ryotidi naq maydonda. Undan keyin 15 ming 15-20 ming odamlarga chiqyotidi va YouTube boshqa kanallar orqali. Ammo bu nayt az bir son. Har vaqt men bundan bek umidsizlanaman. Nima uchun? Olimlarning so'zlarini bir hambahrlab qo'yish uchunmi bir yordam qilmasa bu millatdan biz nima kutamiz deb ba'zi intayin umidsizlanib ketaman qarindoshlar. Har qatimliq programma deyman. Hambahrlash ko'nikmasini besib qo'ysak, olimlarimizning so'zi yana bir uyning ichiga kirdi, yana bir qarindoshimizningki quliqiga anglandi. Bu yakamligimiz oson emas. Buning uchun tashviqot xizmatida biz bilan hamkorlashib berishinglarni umid qilamiz. Sizlardan biz iqtisod talab qilmadik, boshqa narsa talab qilmadik. Faqat shu suhbatlarimiz, olimlarimizning so'zlari taxim ko'p insonlarga yetsa, savobni taxim ko'p olsak, xizmatni taxim muvaffaqiyatli qilsak deganlar umidimiz bor aziz do'stlarim. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Agar boshqa bir alohida so'zlar bo'lmasa, programmani oyoqlashtirman. Rahmat, amin. Allah razı olsun. Sizlarga ko'p rahmat. Yana bir qatimliq programmada ko'rishishga omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.